Yoshligim harbiylikda o'sha kazarmada o'tgani uchun 60 kishilik kazarmada yotardik-da biz ikkita A, B sinf. Eslayman, qizi bor onalar oliy ma'lumotli qilaman qizimni, harbiy turmushga beraman deb hisoblardi-da. Milliy xavfsizlik xizmatiga kiraman deb hamma imtihonlardan o'tganman. O'sha paytdagi qonunlar tufayli menga aloqasi bo'lmagan joydan bir narsa chiqib ketib qolgani uchun hech qaysi sohani tanlaykin degan narsa menda o'ta katta bir muammoyim bo'lgan. Ko'p topilmayotgan tuyg'u odamlarda bilaman nima qilish kerakligini, lekin shuni qila olmayapman deydi. Fokus bor joyda o'sish bo'ladi. Ya'ni bitta joyga e'tibor qaratilsagina o'sish bo'ladi. O'zingni oldingdagi hurmating yo'q. Sen u boshqalarning oldidagi hurmatni o'ylamasang ham bo'laveradi oldin deyman-da. Ota-onangiz oldida qanaqadir rol o'ynab yurishingiz mumkin. Yaxshi yigit, yaxshi qiz sifatida, lekin chet elga chiqqandan keyin o'sha chegara yo'q. Borganimda 2-3 oydan keyin bo'lgan. O'sha idish tovoq yuvib, qo'llarim sovqatib, qaytib o'sha dengiz bo'yida o'tirib yig'lagan paytimdan boshlangan haqiqiy hayotda. Hayotimizni boyityapmiz deb o'ylaymiz. Instagram bo'lsin yoki yana bitta qo'shimcha bitta mashina bo'lsin, yana bir narsa bo'lsin. Aslida juda ko'p o'zimizga qo'shimcha stresslar olib kelamiz. Ayrim men bu 17 soat davomida salkam 4 kilometr suzish, 180 kilometr velosiped haydash, velik uchish, 42 kilometr yugurish. Korona hech narsa emas degan. 86 mingta odam o'ladi yurak qon tomir kasalligidan. Ha, deganman-da. Men bekorchilik bilan maqtanishni yaxshi ko'raman. Doim band bo'lish bilan maqtanishni yomon ko'raman men. Osmondagi bolalar. Assalomu alaykum Shahbozbek aka. Osmondagi bolalarga xush kelibsiz. Eslayman, YouTube'da umuman o'zbek tilida kontent bo'lmagan paytda yaponiyalik bir yigit kontent olardi. Shug'ullanayotgani. Shahbozbek Dolimov Yorqinbek o'g'li, 32 yosh, Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida tavallud topgan. O'rta ta'limni Qo'qon shahridagi gimnaziyada va Toshkent shahri harbiylashtirilgan maxsus maktab internatida tamomlagan. Bakalavr bosqichini Yaponiyaning Beppu shahridagi Osiyo tinchlik universitetida biznes administratsiya yo'nalishida tamomlab, Norvegiyadagi BI Norwegian Business School'da marketing management yo'nalishi bo'yicha magistratura bosqichini o'tagan. Shahbozbek Dalimov hozirda Meraki marketing agentligi ta'sischisi va amaldagi rahbari sifatida faoliyat olib boradi. Eslayman-da, shuna umuman o'zbek tilida kontent yo'q edi, to'g'rimi? Juda kam edi. Topish, lifestyle, hayot tarzingizni yoritish, boshqa juda qiziq bo'lardi menga. Telefonda olardingiz menimcha, to'g'rimi? Yo kameradami? Kamerada ham, telefonda. Qo'ying, lekin juda erkin bo'lib olinishi juda kam edi o'zi kontentlar. Ya'ni uni ustiga odam haligi faqat haligi o'zini hayotini, ya'ni yosh o'zi tengqur insonlarning hayotini ko'rish hamda chet eldagi o'zbeklarning hayotini ko'rish juda zavq berardi. Eng birinchi shundan taniganman. Eng birinchi YouTube'da u payt Instagram unaqa aktiv bo'lmagan-a? Yo'q. Instagram bo'lmagan aktiv. Va YouTube'da yaxshi kontent olish mumkinligini, demak, shunaqa qilish mumkinligini tushunganman o'zim. Sizni ko'rib, sizga o'xshagan insonlarda. Va bugun mana biz siz bilan Osmondagi bolalarda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Chunki ko'p inson uchun rol modelsiz, yoshlar sizga havas qilishadi. Kitob chiqargansiz Maqsad nomli. Hammasi xayrli bo'lsin avvalo. Va bugun sizni shaxsiyatingiz, kimsiz o'zi, nimalar qildingiz shu vaqtgacha, hozirgi qilgan ishlaringiz nima, maqsadlaringiz nima, bundan keyingi bular haqida gaplashish ancha zavq berardi. Shuning uchun keling avvalo yoshlik paytidan boshlasak. Odatda suhbatni boshlang'ich qismida men qo'shilmayman. Insonlar shu yoshligicha bo'lgan hayotlarini gapirib berishadi va undan keyin savol-javob qismiga o'tamiz. So'z sizga. Taklif uchun tashakkur. Juda xursand bo'ldim taklifni eshitib. O'zi siz bilan suhbatlashishni yaxshi ko'raman. Ko'p suhbatlashmagan bo'lsak ham, Telegramda do'stmiz-ku. Har story qo'yganingizda men aniq qilaman. Faxrlanaman. O'zingizni bir juda ham yomon holatdan juda ham ajoyib holatga olib chiqib olganingiz va bunaqa do'stlarim atrofimda ko'p. Sizlardan men ko'proq nima deydi, faxrlanaman desam ham bo'ladi. Shunga sizga ham rahmat. Har kuni masalan ertalab yugurgani chiqim kelmayotgan paytda sizni ko'raman, Timur aka kirdi deyapti. Timur aka yugurayotganmiz, men yugurishim kerak istirib chiqaman. O'zim haqimda men Xudoga shukr, ziyolilar oilasidanman. Otam ham, onam ham o'qishgan. Endi yoshligimda ba'zi bir oilaviy muammolar tufayli men buvim bilan katta bo'lishga majbur bo'lganman. Qo'qonda. Qo'qondamisizlar? Ha, biz vodiydan. Ha. Hozir bildim. Ha, mana. Vodiydan, adam Masakadan, onam Qo'qonda Dang'ara degan joyda. O'sha yerda Dang'arada katta bo'lganman. Qishloqda. O'sha qishloq hayotini ko'rib, internatda katta bo'lganman. Yotib qoladigan maktabda
beshinchi sinfdan, birinchi sinfdan boshlab 5-chi sinfgacha yotib qoladigan maktabda o'qiganman. Undan keyin mani ota-onam harbiy bo'lishimni xohlashgan. Shuning uchun Jar sport kompleksini orqasida Tunukachilar mahallasi bor. Shu yerda harbiylashtirilgan maxsus maktab internati bo'lardi oldin. Mana shu maktabga 5-chi sinfdan 9-chi sinfgacha o'qiganman. Harbiy. Chunki harbiy bo'lishimni xohlashgan mani. Mani o'zimni harbiy bo'lmasligim ikkinchi darajali narsa edi. Ya'ni ota-onaning xohishi kuchliroq bo'lgan. Ota-onani xohishi kuchliroq bo'lgan mani harbiy bo'lishimga. Endi uni turli xil sabablari bor. Balkim o'sha paytdagi harbiy sohaga bo'lgan e'tibor bo'lishi mumkin. Bir narsani hisobga olish kerak. Oldin haqiqatan biz yoshlik paytimizda tengqurimiz 94-yilimiz ikkalamiz ham. Yoshlik paytimizda haqiqatan harbiy sohaga bo'lgan qiziqish yuqori edi. Eslayman, onalar, qizi bor onalar oliy ma'lumotli qilaman qizimni harbiy turmushga beraman deb hisoblardi-da. Obro' hisoblangan. Harbiy bo'lish, voyinniy sohasida ishlash. Shunaqa. Shu keyin amakim tomonidan akam bo'lardi. Shu akam harbiy sohaga kirgandan keyin o'sha payt men 8-chi, 9-chi sinflar edim. Yangi anaqa pochkada pullar, ya'ni oylik olib kelardi. Endi u yanada ko'proq motivatsiya bag'ishlardi. Hamma plastikda pul olayotgan, plastikni naqd qilish uchun 20-25% yo'qotayotgan bir vaqtda harbiy sohadagilar naqd pul olardi, to'g'ri. Shunaqa. O'sha paytda yangi hali beli ham bukilmagan anaqa pullarda o'sha akam buvimga rahmat aytish uchun ozginasini olib kelib berardilar. O'sha payt buvim bozorlik qilgan birinchi marta umrimda anaqa yangi beli bukilmagan pullarni ko'rganman o'sha harbiy orqali. Keyin o'z-o'zidan endi yoshsiz, xohlang pulga qiziqasiz, qarasangiz, akangiz shunaqa yangi beli bukilmagan pullarni olib kelyapti. Siz harbiy maktabda o'qiyapsiz va o'z-o'zidan o'zi aslida ota-onam xohishi tufayli harbiy bo'lmoqchi bo'lgan odam endi o'zi ham harbiylikka qiziqib ketib qoladi. Lekin keyin harbiyda davom ettirmoqchi bo'lganman. So'rskiy degan maktab bor. Borganman, o'zim birinchi boray, ko'ray, gaplashay deb. So'rskiydagi bolalar bilan uni litsey deyiladi. O'sha litseyga borib gaplashsam, bolalar tavsiya berishmagan. O'sha paytda keyin ozgina uzoq muddat o'sha yoshligim harbiylikda o'sha kazarmada o'tgani uchun 60 kishilik kazarmada yotardik-da, biz ikkita A, B sinf bitta kazarmada yotardik. Endi tasavvur qilavering, u yerdagi sharoitda. Qanaqadir ko'nglim ham qolgan, lekin harbiy ham bo'lgim kelyapti, nima qilishimni bilmasdan yurgan paytim. Shu payt onam bilan ichki ozgina muammoyimiz kelib chiqqan. Shundan keyin adam Asakada yashaydi. Adamga aytganman, men nima deydi, boshqa joyga borib o'qimoqchiman deganda adam unda Asakada litseyda o'qiysan degan. Shunda Asakaga litseyga ketganman. Birinchi kursimni litseyda o'qiganman u yerda. Keyin ingliz tili o'rganishga bo'lgan muhabbatim ancha yuqorilagan, lekin Asakada yaxshi bir ingliz tili o'qitadigan markaz bo'lmagani uchun Andijonda edi u. Har kuni Damas'da qatnardimda, yo'l kiraga pul, hamma narsa bo'lib ketardi. Keyin adamga aytganman, mana anaqa Andijonga o'tkazib qolinglar, o'sha litseyga. O'sha yerda litsey bor ekan, borib kelib o'sha ingliz tilini o'qib yuraveraman deb. Shu bilan o'sha Andijon taraqqiyot markazi bo'lardi. Shu yerda taraqqiyot markazida ingliz tilini birinchi o'qiganman. Biz o'zaro tanishimiz bor, Bek Olimjon. Xuddi o'sha joyi bitiruvchilaridan. Biz uchun legenda odam bo'lgan o'sha paytlarda, hozir bir yaqin akam. Shu yerda o'qib, keyin o'shanda ham harbiylikka nimam qolmagan, ishtiyoqim qolmagan. O'sha milliy xavfsizlik xizmatiga kiraman deb hamma imtihonlardan o'tganman. Ba'zi o'sha paytdagi qonunlar tufayli menga aloqasi bo'lmagan joydan bir narsa chiqib kelib qolgani uchun mani o'sha paytda aniq qilishgan, yiqitishgan. Hamma narsadan o'tganman, a'lo baholar bilan o'tganman. Jismoniy tomonidan ham, aytaylik, imtihonlardan ham, lekin o'sha yig'laganman haqiqatdan. Demak, hamma narsadan o'tgansiz. Hamma narsasidan o'tganman milliy xavfsizlik xizmati. Inson o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar sababli yiqilishi juda og'ir o'tadi-da. O'shanda mana yangi prezidentimiz kelgandan keyin qonunlar olib tashaldi. Men juda xursand bo'ldim, chunki mayli men erisha olmagan bo'lsam ham, lekin mendan keyingi avlod shu narsaga agar xohishi bo'lsa, bemalol u narsalar to'siq bo'la olmas ekan degan narsadan juda xursand ekan. Men u payt o'sha Yaponiyada edim. Keyin anaqa afsuslanib, men vatanimni to'g'risi himoya qilmoqchi bo'lganman, vatanimga bir xizmat qilgim kelgan, lekin o'sha menga bog'liq bo'lmagan sabablar tufayli bo'la olmaganman. Endi bu taqdir deydi-ku. Keyin Yaponiyaga o'qishga topshirganman. 80% grant bilan Yaponiyaga ketganman. 2012-yil sentyabr. Biz maktabda o'zi 2010 tugatdik. Shunaqami? Shunaqa.
manimcha. Shuna 2 yil shunda harbiy soha uchun harakat qilaverdingizmi? Yo'q, litsey paytida. Litsey 3-kursida man anaqa milliy xavfsizlik xizmatiga topshirganman. Chunki 1 yil oldin topshirishingiz kerak bo'ladi milliy xavfsizlikka. Toki tekshiruv, medko'rik, imtihonlar, mana bunaqa narsadan o'tgandan keyin voqelikroq ham boshlanadi milliy xavfsizlik. 2012-yil esimda haliyam nimaga ketganman? Yaponiyaga. Yaponiyaga hech qanaqa bo'ldi. Qayerdan mana demak, harbiy sohaga kira olmadingiz, keyin qayerdan birdan Yaponiyaga kelib qolmagandir? Yo'q, Yaponiyaga kelib qolmadi birdan. O'sha harbiy sohaga topshirayotgan paytim ingliz tili o'qib yurgan joyimga Yaponiyadan o'sha men o'qigan universitetdan talabalar kelishgan. O'zigini universitetini ko'rsatgani. O'sha paytda birinchi marta chet el universitetini ko'rganman, o'tagi sharoitlarni ko'rganman. Qanchalar turli xil dillar, turli xil irqlar bir joyda do'st bo'lib, uni nishonlab, ya'ni dunyo global ekanligini nishonlagan universitetni birinchi ko'rishim bo'lganda, qiziqqanman. Lekin ichimda hali ham harbiylikka bo'lgan nima ishtiyoqim bor edi. Shu yoqqa ham topshirib qo'yaylik deganman, mendan nima ketdi degan ma'noda topshirib qo'yganman. Harbiylikdan yiqilganman. Oradan yolg'on bo'lmasa 2 hafta o'tgandan keyin grant yutganligim haqida aytaylik hujjat kelgan. Shu bilan agar harbiy bo'la olmasam, demak, bu yo'lni tanlashim kerak deb turib Yaponiyaga uchib ketgan. Yaponiyada qancha vaqt bo'ldingiz? Butun bakalavrimni 4 yil bakalavrimni o'sha yerda o'qidim. Bir storiesizda ko'rganman, demak, videodami yana davom ettirgim keldi, lekin uydagilar ruxsat bermadi. Zilzila sababli degan videongizni ko'rdim, esimda bo'lsa. Yo'q, u yerda davom ettirgim keldi, lekin muammo nima bo'ldi? Men juda uzoq muddat qaysi sohani tanlaykin degan narsa menda o'ta katta bir muammoyim bo'lgan. Har doim men qaysi sohani o'zi vakiliman, qaysi sohaga to'g'ri kelaman deb. O'sha universitetda yagona menga to'g'ri kelgan soha bu marketing bo'lganda, boshqa sohani tushunmaganman yoki tushunishga qiynalganman. Menimcha shu soha meniki bo'lsa kerak degan o'sha narsani anglab yetgan paytlarim 3-kurslar edi. 3-kursam uchun kechda bu. Keyin yururganman, qarasam anaqa Yaponiyada ishlagim kelmagan to'g'risi. Ichimdan ishlashni xohlamaganman Yaponiyada. Sababi ishdagi sharoitlar juda qo'rqinchli darajada. Masalan, rahbar ketmagungacha xodim ketishi mumkin emas. Yaponiyada ham bormi bu? O'zi Yaponiyada boshlangan deb o'ylayman bu narsa. Juda ham bir men uchun absurd tuyuladigan narsalar aksariyati. Va shu narsalar o'zi ichimdan kelmagan. O'sha paytda meni o'zim nima yozgan, bakalavr tezis yozgan professorim Norvegiyani anaqasiga bitta o'qishiga mehmon bo'lib borib kelgan. Sen magistratura qidiryaptingmi degan. Sen mana Norvegiya degan davlatda bitta o'qish bor ekan, yaxshi prestijli o'qish ekan. Harakat qilib ko'rmaysanmi deganda, Norvegiya deganman-da. Norvegiya haqida men umuman bilmayman. Birinchi marta shu Google'ga kirib, Norvegiya eshitganman, lekin u qanaqa davlat, qayerda joylashganini ham bilmayman, hattoki geografiyada, xaritada deganim. Qidirganman, qarasam hamma narsa yaxshi, keyin topshirib ketganman. Zo'r. 4 yil kichkina muddat emas-da Yaponiyada o'qishlik uchun. Masalan, o'zim Farg'onaliman, Xorazmda o'qiganman va Xorazmda 4 yil o'smirlik paytida o'qiganim uchun juda ko'p narsasini bilaman. Masalan, bemalol xorazmcha gaplasha olaman. Vaholanki birinchi bo'lganimda xorazmchani eshitib, bu qanaqa dars tinglar ekanman deganman-da. Umuman boshqa şey edi. Masalan, ikkita xorazmlik gaplashsa, biz tushunmay qolishimiz mumkin o'zi. Umumiy aytaman, agar o'zlari bilan to'liq gaplashsa. 4 yil ichida siz Yaponiyani to'liq ko'rdingiz, madaniyatini o'rgangansiz, dunyoqarashi, nima ijobiy va salbiy taraflari bor? Men ya'ni ijtimoiy holatdan, boshqa jihatidan Yaponiya haqida fikrlaringiz? Ajoyib. Yaponiyani hozir men faqat bir tomonini gapirdim, ya'ni ishdagi holatda gapirdim, lekin umumiy o'zini madaniyatiga bo'lgan hurmati va o'zini madaniyatini saqlab qolishga bo'lgan harakati to'g'risi meni hayron qoldirgan. Haligacha shuncha davlatlarda bo'lgan bo'lsam, yaponlarchalik o'zini madaniyatini ushlab qolishga harakat qilgan xalqni ko'rmaganman. Va bu narsani nafaqat yaponlar o'zini xalqidan, balkim boshqalardan ham talab qilib oladi. Xohlang borganingizdan keyin ana shu aytaylik talablariga moslashishga majbursiz. Ya'ni ular sizni majburlamaydi, lekin shunaqa bir sharoit yaratib qo'yganki, majbur bo'lib qolasiz. Ya'ni madaniyatga birinchi o'rganishi eng bir zo'r yo'li bu tildan boshlanadi. Ya'ni o'sha davlatning tilidan boshlanadi. Ya'ni Yaponiya shunaqa bir ta'lim
strategiyasini yo'lga qo'ygan, ayniqsa bakalavrlarga. Sizga o'zingiz o'sha masalan men biznes administratsiyada o'qiganman. Biznes administratsiyasi bilan qo'shilib yapon tilini ham o'rganish majburiy edi, qaysidir darajagacha. Bu albatta u o'zini ideologiyasini yoki bir qanaqadir madaniyatini kirgizish maqsadida emas edi. Bu birinchi o'rinda o'zingizni mana shu Yaponiya davlatida yashab qolishingiz uchun kerakli ko'nikma sifatida til kerak. Chunki tashqariga chiqqaningizdan keyin hech kim o'zingizdan Yaponiyada bo'lgansiz, hech kim ingliz tilida gapirmaydi. Balkim hozir ko'payib qolgandir. Lekin aksariyat hamma yapon tilida muloqot qiladi. Shu yashab qolishingiz uchun kerakli yapon tilini bir o'rganishingiz kerak bo'lgan. O'z-o'zidan tilni o'rganganingizdan keyin uni xohlang xohlamay madaniyatiga kirishni boshlaysiz, yangiliklardan boxabar bo'lasiz va hokazo bo'lib mana shu millatga kirishni boshlaysiz o'zingizda. Ijobiy tomonlar, meni eng yoqtirgan tomonim bu o'sha o'zini o'zligini ushlab qolishga, ya'ni saqlab qolishga qilayotgan xatti-harakatlari meni eng lol qoldirgan Yapon va Yaponiya haqida. Haqiqatdan 2 marta borgan bo'lsam, birinchisida Jahongir do'stimiz hamda Aziz akalar bilan birga bordik. Ular ingliz tilini juda yaxshi biladi. Qayerga borsak, endi men mehmonlar mazza qilib aylanar ekanmiz, istalgan ma'lumotni olib desam, ular ham gaplasha olmasada, ya'ni nimaga desa, aeroportdan chiqdik, undan keyin hech kim ingliz tilini bilmadi. Shunaqa. Hayronmanki, tili bilmagan millat ingliz tilini bilmas ekan. Dunyoni qanday qilib bu darajada rivojlana oldi dunyoda? O'zimga o'zim savolni berdim. Birinchi, qanday qilib iqtisodiy jihatidan ham boshqa jihatlardan urush ko'rgan, urushda vayron bo'lgan, birovga qul bo'lgan millat, urushdan keyin endi umumiy o'zining hegemonligini tiklay olmagan-ku, ancha payt Amerikaga qaram bo'lgan, qanday qilib harbiy sohada yo'q bo'lgan davlat shu darajada rivojlana oldi deb hayron qoldim. Hali onam olib borganim yo'q. Olib borish bir orzuyim bo'lib qolgan. O'sha bitiruv marosimiga onam olib kelmoqchi edim, chunki menga shuncha o'qitili, shuncha tarbiya bergan odamni baribir olib borgim kelgan. Menda Norvegiyada o'qishim vaqtli boshlanib qolganligi tufayli shu maqsadimga erisha olmay qolganman. Norvegiyaga ketib qolganman-da, keyin shu bilan hozir anaqa orzuligicha turibdi. Onam olib borgim keladi. Ya'ni kim bilan ko'rsam, qanaqa Osiyo davlatlari bo'lsa, birinchi anaqa Yaponiyaga boring deyman. Mayli Xitoyga bormang, mayli Koreyaga bormang, mayli Vyetnamga, Tailandga boring, hech qayerga bormang, lekin Yaponiyaga boring. Siz o'ylagandan 100 karra ziyod umuman boshqa davlat deyman. O'shanga mabodo tomoshabinlarda bo'ladigan bo'lsa, aytaylik Osiyo davlatlari ichida yagona bitta davlatni men tavsiya qilsam, u ham Yaponiya bo'ladi. O'qiganligim uchun emas, o'sha davlatni kulturasida men o'zim katta bo'lganligim uchun 4 yil bo'lsa ham umrimga ketkazgan inson sifatida aytaman. Shu ishidan tashqari, ya'ni ish balansidan tashqari jamiki narsalar meni haligacha lol qoldiradi. Yaponiyadan o'qidingiz, marketing sohasiga yoqib qoldi. Undan keyin hayot Norvegiyada boshlandi. Shunaqa. Norvegiyaga ketdim, magistratura. Xudoga shukr. Self finance student bo'lganman, ya'ni o'zimni o'zim qoplaydigan talaba, ya'ni buning uchun siz 100% grant yutishingiz kerak, plus stipendiya ham yutishingiz kerak. Mana shu 100% grant yutib olganman. Keyin o'sha Norvegiyani emas, o'zi Yevropani eng prestijli o'sha nimalardan hisoblanadi, universitetlardan hisoblanadi. BI Norwegian Business School degan, shu yerda strategik marketing management bo'yicha o'qishga ketganman. Shu yerda 2 yil o'qib, keyin shu yerda ishimni boshlaganman. Xayrli bo'lsin. Bilaman, bir vaqtda o'zida ham Norvegiyada ishlaysiz, ham O'zbekistonda. Yo'q, hozir emas. Hozir u yerda yashaymiz. Bu yerdagi bizneslar nima bo'ldi? Bu yerga biznesimiz bor. U yerda yashaymiz, u yerda borib kelib yurib turamiz. Bir oyog'imiz o'tdi, bir oyog'imiz o'tadi. Odatda men Norvegiyada yashayapsiz, lekin men O'zbekistondagi marketing кейslari ham men uchun o'zi qiziq. Ya'ni nimalar qilyapsiz O'zbekistonda, qaysi bizneslarni yurityapsiz, umuman O'zbekistondagi faoliyat. Bir vaqtni o'zi parallel qila olgansiz, qoyil. Bu qiyin narsa. Men O'zbekistonda biznes boshlashim bu aytaylik tasodif bo'lgan. O'zbekistonda umuman biznes boshlash niyatmanda bo'lmagan, chunki o'sha payt Norvegiyada men to'liq xodim bo'lib ishlab yurganman. O'sha bitta kompaniyada marketing menejer bo'lib, to o'sha CMO darajasigacha ko'tarilganman. Bu yerda ishlab yurardim. Meni hayotim yaxshi, hamma narsa zo'r, to ustozimni uchrashib qolmagunimgacha. O'sha Murodxon Nazarov ustozimiz bo'ladilar. Mana shu ustozni aytaylik YouTube'da birinchi marta ko'rib qolib, undan keyin tanishib, undan keyin YouTube'larda yordam berib, shaxsiy brendlarini rivojlantirib, keyin ustozdan o'sha taklif bo'lgan. O'sha paytda 2020-yil Energy Uzbekistan degan o'sha katta qurilish kompaniyasi birinchi marta Murad Buildings va BI Group hamkorligida ochilish kerak bo'lib qolgan va shuni marketing, ya'ni digital marketingga javobgar bir jamoa qidirishayotgan bo'lgan.
Shu paytda anaqa menga shuni ishonib topshirishgan. Umrimda biznes qilmaganman. Umrimda ya'ni agentlik ochmaganman, xodim ishlatmaganman. Ya'ni kichkina jamoa ishlatgan bo'lishim mumkin, lekin xodim ishlatmagan odamga shunaqa katta bir mas'uliyatni ishonib topshirganlar va korona boshlanib qolganligi tufayli men O'zbekistonga kelolmaganman va Norvegiyadan turgan holatda bu yerda jamoa shakllantirib, bu yerda hamma narsani qilib, shu yerda shu Energy Uzbekistan loyihasi bilan agentligimizni boshlaganmiz. Hozirda shu 6 yil bo'ldi, Xudoga shukr. Agentligimiz O'zbekistondagi eng yirik qurilish kompaniyalariga o'sha digital marketing xizmatlari ko'rsatadi. Hozirgacha o'sha Bright Buildings bo'ladimi, Nest One bo'ladimi, Trilliant, shu O'zbekistonni ko'zga ko'ringan deyarli hamma katta loyihalari bilan loyihalarni bizga ishonib topshirishgan va topshirib kelishyapti. Shu biznesdamiz biz. Ixtisoslashganlik zo'r narsami deb o'ylayman ba'zida. Chunki men bilaman marketing agentstvalar ba'zida hamma biznesni oladi. Hamma biznes olib ko'rishaveradi. Fast food bo'ladimi, ta'lim bo'ladimi, qurilish bo'ladimi? Haqiqatdan sizdagi kompaniya faqatgina qurilishni oladi. Shunaqami? Nima uchun bunaqa qildingiz? Siz bo'lardi, hamma kompaniya siz bo'lardi, hamma yo'nalishda siz bo'lardi. Nimasi bilan yaxshi bu? Endi men birdaniga ham iqtisodchi, ham buxgalter, ham marketolog, ham отдел kadr, ya'ni HR bo'la olmayman-ku. Ya'ni bittasi bo'lishim kerak-ku. O'zi men haligacha hayron qoldiradi, nimaga nishalashga bunaqa bir qo'rquv bilan qarashadi odamlar. Men aslida ijobiy qarayman. Ha, menda shunaqa qarash bor. Fokus bor joyda o'sish bo'ladi. Ya'ni bitta joyga e'tibor qaratilsagina o'sish bo'ladi. Bizning sohada, ya'ni marketing agentligi sohasida bu xizmatga fokus qil. Ya'ni qanaqadir bir ma'lum bir bitta xizmatni taklif qil turli xil industriyalarga. Masalan, aytaylik, faqatgina bilmayman, targeting xizmati, faqatgina targeting xizmatini sen turli xil industriyalarga taklif qil. Chunki senda bitta ixtisoslashish bor. Yoki buni teskarisi. Sen turli xil xizmatlarni bir dona industriyaga taklif qil. Bu bizning holatda shu qurilish. Agar undan ham ekstremal ketmoqchi bo'lsang, bu chet elda juda ham keng qo'llanilyapti. Bitta xizmatni bitta industriyaga taklif qil. O'shanda senda ham xizmat bo'yicha ekspertlik bo'ladi, ham industriya bo'yicha ekspertlik bo'ladi. O'z-o'zidan sen ko'proq daromad topa olasan, sen premium narx qo'ya olasan bemalol. Sana o'sha ekspertligini va portfolyoni hisobiga. O'z-o'zidan bizga kelgan mijoz borki, bizdan savol so'raydi, o'zi qurilish bilan ishlaganmisiz? Biz o'zi faqat qurilish bilan ishlaymiz deymiz-da. Bizga kaplovan nimaligi, bizga gazoblok turlari, armaturani turlarini tushuntirishi shart emas. Yoki meni videochilarimga loyihangizni qanaqa videoga olish kerakligini tushuntirish shart emas. Biz shu bilan yashab, shu bilan o'sayotgan bolalarmiz. O'shanga ko'nglingiz xotirjam qilavering deymiz. O'shani hisobiga ular ko'proq pul to'lashga ham tayyor. Chunki men 6 yildan beri mijoz bilan yaqinlashayotgan bo'lsam, bir narsani tushunib yetdim. Mijoz garantiya sotib olmaydi. Mijoz xavfsizlik sotib oladi. Ya'ni men shu korxona bilan xavfsizmanmi yoki yo'qmi? Xavfsizlikni qanaqa ta'minlab berishingiz mumkin hozirgacha qilgan keyslaringiz bilan? Ya'ni hozirgacha o'zi kim ishongan bularga degan savolda bizni portfolyomizni ochib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonning yirik qurilish kompaniyalari bizning kompaniyamizga ishongan. O'z-o'zidan unda xavfsizlik paydo bo'ladi. Hozir bir agentliklar o'rtasida shunaqa bir tendensiya ketyapti, qanaqadir garantiyalar berish, pulingizni qaytarib beramiz, unaqa qila olmasak, bunaqa qilib beramiz degan gaplar yuribdi-da. Men aytaman, yo'q, oddiygina mijozga xavfsizlik ber, bo'ldi deyman. Shunaqa biznesdamiz biz. Qo'y, yaxshi. Norvegiyadachi. Hozirgi ish faoliyatingiz qanaqa? Yo'q, Norvegiyada biz yashaymiz. Oilam bilan, o'sha yerda uyim bor. Ha. Demak, Norvegiyada hozir ish yo'q. Yo'q. Qo'y. Faqat storieslardan ko'rib turaman. Uy olganingizni bildim, nimasi bo'ldi, tayyor holatda. Shunaqa. Biz endi ayolim bilan orzuyimiz bo'lgan shu o'rmonni bir chetida kiyiklar bo'lsa. Hozir shunaqami? Ha. Bildim, o'rmonroq joydaligini bildim, lekin daraxtlar bor edi, qo'ygan storiesizdan. Boshqa lekin qoyil. Biz ayolim bilan orzuyimiz bor. Biz endi shunaqa ozgina endi men introvertroq odam bo'lib qoldim. Shunaqa tinchlikni yaxshi ko'raman. O'sha tinchlikda kreativlik bo'ladi, o'sha tinchlikda menda g'oyalar paydo bo'ladi. Shuning uchun masalan O'zbekistonga kelsam, aksariyat vaqtim ishda o'tadi. Ishdan ish, mijoz ko'rishish,
Ya'ni o'zimga va o'sha bir korxonani rivojlantirish uchun ozgina g'oyaviy krizis bo'lib qoladi ba'zida. Shu payt endi manda shu bir sharoit qilib qo'yganman, o'zimni o'sha borib o'sha yerda o'shanga egalik qila olaymanda, ya'ni borib o'sha yerda o'ylab, yana nima qilmoqchiman. Shunaqa joyim bor, Xudoga shukr. Menga yoqdi. Rostdan yoqdi. Shunaqa. O'shanga bir 3 oy o'tamiz, ba'zida 4-5 oy o'tda bo'lib qolamiz. Shunaqa. Bekolomjon aka har yil taklif qilishadi. Bu yil yozda bormoqchiman. Eng yaxshi payt iyuldami, avgustmi? Xudo xolasa, Norvegiyaga borish istagi bo'ladigan bo'lsa, Shvetsariyaga borgansiz? Borganman. Ha, yaxshi ham bo'pti Shvetsariyaga borganingiz. Va mabodo tomoshabinlar orasida Shvetsariyada bo'lgan bo'lsa, va aytaman, Shvetsariya bu Instagram go'zalligi deyman. Norvegiya bu haqiqiy go'zallik deyman. Haqiqiy go'zallikni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Norvegiyaga kelinglar deyman. Chunki men Shvetsariyadan bo'lganman o'zim. Biz road triplar qilganmiz. Xo'p deganmiz. Norvegiyaga boring, keling. Kelmoqchi bo'lgan odam mayga o'rtasidan iyul o'rtasi yoki iyul oxirigacha eng bir ideal vaqt hisoblanadi. Chunki Norvegiya yozi o'rtacha harorat 23-27 gradus o'rtasida bo'ladi va bu siz bemalol o'sha futbolkada bo'ladimi, o'zingizga mana qulay kiyimda maza qilib yurishlik joy. Tabiatini to'g'risi men til bilan ta'riflab bera olmayman. Uni kamera ham ta'riflab bera olmaydi to'g'risi. Mana shuncha paytgacha o'sha eng qimmat kamerada olingan videolarni ham ko'rganman-da, yo'q, ochib beramabdi baribir deganman-da. Chunki biz o'sha do'stlarimiz kelgan, ustozlarimiz kelgan Norvegiyaga aylantirganman. Ustozim haligacha голосовой turadi. O'zim ham birinchi Shvetsariyaga borib keyin Norvegiyaga borishim kerak edi ekan. Hozir anaqa, chunki Norvegiyadan keyin Shvetsariyaga ketganlar-da. Shvetsariyaga kelib siqilib qoldim men deganlar-da. Shunga maqtab yormay, o'zingiz xudo xolasa kelsangiz, birga aylanamiz, birga ko'rsatamiz, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Tabiat, ya'ni Allohim bu davlatni tabiat bilan siylagan deyman-da. Shunaqa darajada chiroyli, xuddi tabiat sizni bag'rigimda o'rab olgandek bo'ladi. Haqiqatdan mana ota-onam kelgan, adam kelganlar, yosharib qaytib ketganlar. Umuman boshqa inson bo'lib, hayotga qarashlari o'zgarib, ancha stresslardan anaqa qutulib ketganlar. Menga yaqinda savol berib qolishdi. Qaraganingizda umuman nima qilmoqchisiz debdi. Men shu orzuyim bor o'zimni. Shu 10 gektar joyimni bilmadim, undan kattaroq bir yaylovga shu bog' qilsam, o'rmon qilsam deyman. Menga ya'ni pastki qismida gazonlar, yashil maydonlar bo'lsa, qanaqadir arg'imchoqlar bo'lsa, daraxtlar ham katta soyalari, haligi soyasi qalin soyalar bo'lsa-da, ko'proq manzarali daraxt bo'lsa, shunaqa joy qilishni orzu qilaman. Shu yoqadi menga. Har doim sayohatga chiqsam ham yashil joylarga intilaman, shaharga emas. Yashillik, iloji bo'lsa dengiz bo'lsa va yashillik bo'lsa. O'zimga ham Istanbulda eng yoqadigan joy Maltepa degan joy bor. Borishingizni tavsiya qilaman. Umidjon akani Jahongirda ko'pchilik olib borganman u yerga. Muhammad Ali borgan, bir videomiz ham bor. Umidjon aka qo'yib qo'ygan pin qilib. U yer qanaqa? Suvni bo'yida alohida bir sun'iy joy qilingan, o'rmonga o'xshagan bog' qilingan, juda katta o'rmon qilingan. Juda chiroyli. Bilmayman, bir 200 gektar bormi, undan ko'proqmi? Zunasiga ketaverganda, dengiz bo'yidan ketgan juda zo'r bir odam adalar ko'rinib turadi. Istanbulga borsam doim boraman shu joyga. Menga tabiat yoqadi. To'g'laringiz bo'lsa-ya, ertalabda qaqat tuxum qo'yib qo'ygan bo'lsa, shu tuxumni olib, tuxum qovurib, maza qilib. Zo'r. Yaxshi yoqdi menga. Xo'p, endi bundan avval yozgan kitobingiz bo'yicha, yoshlar uchun shu o'zingiz hayot yo'lingiz bo'yicha yozgan kitobingiz bor edi, maqsad. Nima maqsadda yozdingiz o'zi aynan shu kitobda? Yoshlarda qanaqa fikrlar keldi? Xulosalar bo'yicha yozildimi? Men ham o'zim yozishga yaxshi kelaman, lekin qiyin yozish. Mani kitobim maqsad, agar yolg'on bo'lmasa, o'sha Google'ga qo'yib qo'yganman. Menimcha O'zbekiston elektron kitoblarining orasida eng ko'p izoh olgan kitob. Asahiga ham joylangandi bir. Asahiga menimcha joylangan. Keyin mutolaaga ham joylab qo'yishimiz kerak ekan unda. Menimcha 6000 dan ziyod nima olgan? Izoh olgan. 9 nimada? Juda ham ko'p. Haligacha kirib o'qib turaman. Uni yozishdan maqsad nima bo'lgan? Menda chet elga chiqib o'qish bo'yicha umuman tasavvurim boshqacha bo'lgan. Yaponiyaga borganimgacha. Yaponiyaga borgandan keyin haqiqiy hayotni ko'rganman. Ya'ni u o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa talabalar ko'rsatadigan hayot emas ekan. U talabalar ko'rsatadigan hayot 5%, 3% ham emas ekan. Haqiqiy hayot umuman boshqacha ekan deb
birinchi marta menga ingliz tilida reality check deyiladi, ya'ni haqiqiy hayotda nima ko'rish. Bu borganimda 2-3 oydan keyin bo'lgan. O'sha idish tovoq yuvib, qo'llarim sovqatib, qaytib o'sha dengiz bo'yida o'tirib yig'lagan paytimdan boshlangan haqiqiy hayotda. O'sha paytda chet eldagi hayot, ya'ni talaba bo'lish hayoti umuman boshqacha ekan. Men boshqacha tasavvurda keluvdim bu yoqqa deb qaytib ketish istagi bo'lgan. Shu payt atrofimda bir yaxshi insonlar bo'lib qolgani tufayli sabr bilan yengib o'tib ketganmiz. Va eng qizig'i, Norvegiyaga borgan paytimda ham yana qaytadan boshlandi shu narsa. Och qolgan holatlarim yana bo'ldi. Endi menda unaqa endi biz o'zbek bolalarida bilmayman hozir bu narsa qoldimi yoki bizani yoshdagilarda 20 dan keyin o'sha ota-onadan pul olish qanaqadir, 20 yosh, 18 yoshdan keyin o'sha pul olish qanaqadir bo'ladi-yu, o'zimiz pul topgimiz keladi. Shunaqa bir yoshda katta bo'lganmiz yoki tarbiyada katta bo'lganmizmi? Ota-onamdan pul so'rashga uyalardim. Puli bor, onam yaxshigina tadbirkorlar. Pul so'rashim mumkin boshqa narsa, lekin endi magistraturaga borib pul so'rash endi uyat deganmanda, nima qilib bo'lsa ham shuni amallayman deb shu och qolgan holatlarimiz ham bo'lgan. Ya'ni yana bir marta reality check bo'lgan men uchun. Shu payt menimcha deganman, menga o'xshagan noto'g'ri tasavvurda chet elga ketayotgan yoshlar bo'lsa kerak, talaygina bo'lsa kerak. O'sha paytda chet elga chiqib o'qish, boshqacha qilib aytganda, bir aksariyat insonlarning orzusi edi va juda ham ko'pchilik chet elga o'qishga ketishga harakat qilardi. Ingliz tili o'qishdan maqsad ingliz tili bilish emas edi. Aynan bir chet elda bir nufuzli universitetiga borib, o'sha yerda talaba bo'lish va o'sha yerda balkim qolib ketish aksariyat insonda niyat bo'lgan. Va o'z-o'zidan o'sha insonlarga bag'ishlangan kitob bo'lgan bu. Ya'ni kelinglar, men o'zimni kichik bo'lsa ham o'sha talabada o'sha Yaponiyadan borib Norvegiyagacha bo'lgan kichkina hayotimni ochib beraydi. Tasavvuringlarni ozgina bo'lsa ham o'zgartiring. Hech bo'lmasa shunga tayyor bo'lib kelinglar. Chunki kelgandan keyin moliyaviy qiynoq bitta narsa, ruhiy qiynoq ikkinchi narsada. Ikkalasi ham birdaniga kelib qolmasin sizlarga. Mayli, ruhiy qiynoqni men kitobim orqali beray sizlarga. Hech bo'lmasa ruhan ozgina tayyor bo'linglar. O'z-o'zidan kelgandan keyin moliyaviy bo'ladi. Agar o'zinglar qoplab yuradigan talaba bo'lmoqchi bo'lsanglar, hech bo'lmasa ruhan tayyor bo'linglar. Chunki eng muhimi o'sha ruhiy tayyor bo'lish bu narsaga degan maqsadda yozuvdim. Endi menda bir nechta fikrlar bo'lgan. Uni blog post qilishim ham mumkin edi, Telegramga bir narsa qilishim ham mumkin edi, lekin fikrlarim shunchalar ko'p ediki, uni qanaqa shaklda bersam bo'ladi deganman. O'z-o'zidan kitob shakli menga eng to'g'ri kelgan variant bo'lgan. Shuni yozib ketaverganman, qarasam bir necha varaq kitob bo'lib qolibdi. Endi o'zi juda kichkina, bittada o'tirib o'qib qo'ysa bo'ladigan, oson tilda yozilgan, qiyin bir Shekspir tillari ishlatilmagan, chunki o'zim ham o'zbek tilim bu darajada yuqori emas, lekin o'ylaganman, meni auditoriyamga shu tilda yozish to'g'ri bo'ladi deb shuni yozib chiqarganman. Birdaniga haligacha nafaqat talabalardan, balki ota-onalardan men xabarlar haligacha olib turaman. Ya'ni rahmat deb, yaxshi yozilgan ekan. Shu o'g'limizga to'g'ri yo'l ko'rsatdingiz, qizimizga to'g'ri yo'l ko'rsatibsiz. Bu yerda rahmat shu kitob uchun deyshadi. Shu maqsadda yozilgan. Juda yaxshi bo'lgan. Sema agentligida bo'lgan edi taqdimot. Alohida rasmga tushgansizlar oxirida, qo'ygansiz uni. Shunaqa. Endi mana chet elda ta'lim olgan odamsiz. Hozir bizda ham xususiylar yoki chet elda universitetlar ochilyapti. Umuman chet elda ta'lim olish bo'yicha nima xulosalar kelgansiz o'zingiz uchun? Ya'ni o'ziga yarasha ijobiy va salbiy taraflari nimalardan iborat? Tabiiyki, masalan, ota-onadan yiroq bo'lishda, yaqinlardan yiroq bo'lish mumkin yoki ijobiy tarafi dunyo bo'yicha hamjihatlikda yangi do'stlar orttirishingiz mumkin. Birinchi salbiy tomonini aytaman, bu mustaqillik. Bu ham salbiy, ham ijobiy. O'z-o'zidan qaysi yoshda ketishingizga juda katta bog'liq. Endi asosan chet elga ketadigan payt bu 18-17 yoshli bolalar ketadi. Bu paytda bilasiz, qiziqqonsiz, tog'i talqon qiladigan anaqa yoshdasiz. O'z-o'zidan o'sha yerdagi tarbiya juda muhim. Ya'ni ota-ona bergan tarbiya o'sha yerda ko'rinadi. Masalan, ota-onangiz oldida qanaqadir rol o'ynab yurishingiz mumkin, yaxshi yigit, yaxshi qiz sifatida, lekin chet elga chiqqandan keyin o'sha chegara yo'q. U chegara bo'lmagandan keyin to'g'risini aytaman, asl xarakterlar ochiladi. Ya'ni asl yuzlar ochiladi. Menda ham shunaqa bo'lgan. O'zimga yarasha juda ko'p xatolar qilganman. Xudoga shukr, qanaqadir buvimning tarbiyasimi, onam tarbiyasimi bilmayman kimning tarbiyasi, o'sha yomon
joylarda ham qanaqadir orqada bilib turardim yomon ish qilayotganim, ya'ni butunlay qo'yib yubormagan ekanman. O'shadan ba'zi holatlarda olib chiqib ketgan joylarim bo'lgan o'zimni. Bu birinchi salbiy tomoni degan mustaqillikni. Lekin mustaqillikning ijobiy tomoni ham bor. Ya'ni boyagi aytganimdek o'zingizni olib chiqib keta olish o'sha vaziyatlardan va sizni ertalabda tur bolam nonushta tayyor bo'ldi deydigan ovozni eshitmaysiz. O'zingiz turasiz, o'zingiz nonushtangizni tayyorlaysiz. Ertalabda dazmol qilib veshilkaga kiyimingizni hech kim ilib qo'ymaydi. O'zingiz kiyimingizni yuvasiz, o'zingiz dazmol qilasiz. Hech kim uyga kelishingizga top-toza adyollarda top-toza divanlarga yotqizib uxlab olam deb qo'ymaydi hech kim. Hamma narsani o'zingiz qilasiz, o'zingiz uxlaysiz, o'zingiz ertalabda turishni o'rganasiz, o'sha vaqtida turishni, hamma narsani o'zingiz qilishni o'rganasizda. Shuning uchun ham aytaman, men hattoki dushmanimga ham ravo ko'raman bir qator chet elga chiqib o'qib kelishni. Hattoki O'zbekistonda chet el universiteti ochilgani bilan u sizga chet el muhitini bera olmaydi. To'g'ri, o'sha universitetda ichib berishi mumkin o'sha muhitda, lekin u yerda yashash baribir anaqa boshqacha deyman. 6 oyga bo'lsa ham hech bo'lmasa borib yashab kelsa, o'sha anaqa onasi mastava qilib bersa, mastava ichmayman demaydi-da. Ko'ziga surtib ichadi o'sha har bitta guruchini yo har bitta anaqasini go'shtini yeb deymanda. Shunga chiqib ozgina bo'lsa ham yashab, o'sha hayotni ko'rib kelish insonni inson sifatida ancha o'stiradi. Endi menga keyingi ijobiy tomoni bu siz o'z-o'zidan xalqaro universitetga borgan paytingizda turli xil dillar, turli xil aytaylik kultura vakillari, turli xil irqlar bilan o'qiysiz. Ularga nisbatan hurmat, ularni diniga, ularni irqiga, ularni aytaylik inson sifatida ularni hurmat qilishni o'rganasiz. Ularni dinini o'rganasiz, ularni millatini o'rganasiz, ularni ovqatini yeysiz, ular bilan suhbatlashasiz, ularni o'ylashini o'rganasiz va o'z-o'zidan bu sizni o'sha ingliz tilida bir termin bor, global citizen degan. Ya'ni sizni globalniy fuqaro sifatida tarbiyalaydi. Mana shu tomonlari ancha ijobiy deymiz. Ya'ni siz faqatgina aytaylik o'zbek millati emas, o'zbek millatidan tashqari ham boshqa millatlar borligi va ularni ham bir ulardan ham o'rganish mumkin bo'lgan juda ko'p narsa borligini tushunib yetasiz. Shu tomonlari ancha ijobiy ta'sir qilgan. Yoshimiz 31 dan oshyapti, to'g'rimi? 31 dan oshyapti. Eslatganingiz uchun rahmat debdi. Mana ko'rib odam o'zi uchun xulosa oladi. Mana shaxsan o'zimda ham ba'zi xulosalar bor. Shaxsan qanaqa xulosa? Demak, yoshlikda ko'proq shunga urg'u berish kerak ekan, yoshlikda shunga urg'u berish kerak ekan. Nima uchun buni aytyapman? Men kanalingizda borman, ko'proq yoshlar haqida yozasiz. Kechagi postingiz ham yoshlar haqida edi. Z avlodda, umuman keyingi avlodni yomonlamaslik haqida edi-da. Ya'ni chunki nima uchun ular shunaqa bo'layotganligi haqida postida men o'zim o'qib, o'zim uchun eslata oldim. To'g'ri, aytilgan gaplar to'g'ri deb. Menga umuman Instagramimga hozir Navjot ta'lim talabalari bilan suhbat qo'yyapman-da. 3 xil odam juda ko'p yozyapti. Birinchisi, farzandi 11-17 yoshda va bolam hech narsaga qiziqmayapti deb aytayapti. Hozir men yoshlardagi muammoni aytib o'tmoqchiman avvalo. Va shular haqida biroz suhbatlashsak, yaxshi ma'noda. Ikkinchisi, 18-25 yoshli abituriyentlar o'zi yozyapti. Ya'ni mening yoshim shunaqa, 25 ga kirganman yoki 18 ga kirganman, nima qilishimni bilmayapman. Nimaga yo'naltirsam men hech narsaga qiziqmayman deyapti. Va yana Rossiyadagi ota-onalar yozyapti. Rossiyada farzandimni o'qitishim kerak yoki o'zi Rossiyada 27-28 yoshda endi hayotimni boshlashim kerak. Yana bitta muammo yoshlar bo'yicha bugun talabalar juda ko'p kuryerlik qilyapti. Men kuryerlik qilishiga qarshi emasman, pul kerak, lekin u kasbga aylantirib olyapti. Bugun yetib turgan 6-7 million 25 yoshda yetmaydi va uni kasb sifatida davom ettira olmaydi. Shuni tushunish qiyin bo'lyapti. Umuman, keling yoshlar haqida gapirsak, yoshlar uchun qanday qilib to'g'ri roadmap tuzib berish mumkin? Nima xatolar qilmagani yaxshi yoki hech narsaga qiziqmagan taqdirda ham qilish kerak bo'lgan ishlar nima? Umuman, yoshlar har doim eng tendensiya bo'lib turaverganda. Chunki yoshlar bizdan ko'ra ko'proq. Ota-onadan boshlaylik. Juda katta narsa ota-onaga bog'liq deb o'ylayman. Hali voyaga yetgan farzandim yo'q. O'shanga bu jihatdan ko'p gapirib o'rgim kelmaydi. Sababi balki mendan shu qadar qaytarilib qolar degan qo'rquvim bor. Lekin eng kamida o'zingiz hayotingizdan xulosa olasiz. Shunaqa. O'zim hayotimdan qilgan xulosam aytaman. Ota-ona o'zini hayotini yashayapti. Har bitta odamga o'zini hayoti berilgan. Farzandi ham bir alohida hayot. O'zi yashamagan hayotni
masalan o'zini hayotini farzandida ham yashab qo'ymasligi kerak. Masalan, aytaylik, yoshligida u doktor bo'lmoqchi bo'lgan, ona, ota, bilmayman kim, mani hayotimni aytib beraman, kimdir harbiy bo'lmoqchi bo'lgandir yoki bo'ladi-ku, bilmayman nima bo'lgan. O'sha ular o'zini hayoti qolib, bolasini hayotini yashash noto'g'ri deb o'ylayman. Endi o'zi qilgan xatoni bolasi ham qaytarmasligini xohlash bu boshqa narsa. Lekin o'zini erisha olmagan, aytaylik, qaysidir bir kasbiy narsasini bolasi orqali erishishi noto'g'ri deb o'ylayman. Bu Hind millatida juda ko'p kuzatiladi. Ya'ni bolasi yo doktor bo'lish kerak, yo aytaylik advokat bo'lish kerak, yoki injener bo'lish kerak, yoki bir jarroh bo'lish kerak. Bo'lmasa, sen hayotda yiqilgan odam sifatida ko'rilasan. Ya'ni Hind millatida juda mashhur bu narsa. Bu xohlang bizda ham bor bu narsa. Ya'ni ota-ona bolasini hayotini yashashga harakat qilishi. Men shundan ozgina yiroqroq yuradigan odamman. Mana farzandim nimagadir suvlarni yaxshi ko'radi. Bilmayman, o'sha aytaylik televizorda okeanga, akulalarga, o'sha ya'ni dengiz hayoti, okean hayotiga bo'lgan aytaylik hujjatli filmlarni u miriqib kuzatadi. Men shu narsani ilg'ab olganman hozir. Balkim qizim mana shu okeanga aloqador, bilmayman, biologiya bo'yichami, zoologiya bo'yichami, bilmayman, shu sohada bo'lar. Balkim u aytaylik mana shu okeanshunoslik qanaqadir fani bo'lsa shunga kirib ketar. Uni menga qorong'u. Lekin hozir uni qiziqishi shundami? Men unga ko'proq o'sha hujjatli filmni qo'yib berishga, o'sha aytaylik suzish havzalariga olib borib o'sha suvda uni o'ynatishga harakat qilaman. Balkim shu sohada ketar. Bilmayman, menga qaysi sohaligi qorong'u hali. Lekin qizimda yoshligidan shu narsaga qiziqish bo'lyaptimi, tabiiy qiziqish bo'lyaptimi, men o'sha narsani qo'llab-quvvatlashim kerak. Ya'ni bu ota-onani menimcha kuzatuvdan kelib chiqadigan narsa deb o'ylayman. Ya'ni ota-ona farzandini qancha ko'p kuzatsa va kuzatishga o'sha telefonidan ortib vaqt topsa, menimcha anaqa farzandidagi potensialni ko'rishi mumkin. Chunki hammamiz individmiz, ya'ni individual odammiz. Qiziqishlarimiz har xil va hamma jarroh bo'lish kerak emas, hamma tadbirkor bo'lish kerak emas, hamma bilmayman advokat bo'lish kerak emas-da, chunki unda dunyo g'alati bo'lib qoladi, hamma advokat bo'lib qolsa. O'z-o'zidan kimdir o'rmonshunoslikka qiziqar, bilmayman-da. Ya'ni agar farzandda shu narsa ko'rinsa, o'sha narsani ota-onani yagona qilish kerak bo'lgan narsa maksimal uni qo'llab-quvvatlash. O'shanda balkim u keyinchalik qiziqishi boshqa tomonga ketib qolar, lekin hech bo'lmasa uni o'sha boshida bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlayapti. O'shandan boshlash kerak deb o'ylayman men o'zi aslida-da. Keyin sekin farzandni aniq o'sha voyaga yetgan paytlardagi o'zi bilan suhbatlardan kelib chiqadi. 3 yoshli, 2 yoshli bola bilan suhbat qila olmaysiz-ku. U balkim bir narsani chizishga yaxshi ko'rar. Yo'q, sen chizma, sen bu yerda soldat bo'lishing kerak hali yoki harbiy bo'lishing kerak. Ko'chaga chiqib yugurasan deb turib uni u yoqqa tiqib yuborsangiz, men bolani qo'lidagi qalam qolib ketadi. Ya'ni o'zi xohlamagan hayotda yashab yuraveradi, keyin tap etib sizga shu SMS yozadi. Va endi nima qilishni bilmayman hayotda. Chunki uni qo'lida qalami bor edi yoshligida. O'sha qalamni sen tortib olding yoki e'tibor bermading qalami borligiga. Yoki seni oldinga xunuk bo'lsa ham bir narsa chizib olib keluvdi, sen u narsani inkor qilding. Sen u narsaga e'tibor bermading. Ha, yaxshi. Lekin sen baribir jarroh bo'lasan, chizishingni yig'ishtir deding. U seni aybing. SMM mutaxassisi o'zi kim? SMS yuboradiganmi? Doim telefonda o'tiradigan odammi? Blogermi? Bilmayman. Unda nega bolangizni Najot ta'limga berdingiz? Men uni qo'llab-quvvatlayman. Buni o'zi xohladi. Men unga ishonaman. Chunki bitiruvchilarning 95%gachasi ishga kirgan. Kelajagingiz ishonchli qo'llarda. Najot ta'lim, zamonaviy kasblar markazi. Z avlod, men o'sha kechagi yozgan maqolamda ham eng katta depressiyadagi avlod hisoblanadi. O'shanga aniq u ichimdan chiqqan narsa-da, u kim sababchi bo'ldi deyapman-da. Xo'p, o'sha nimaga biz o'sha Z avlodga hozir qanaqadir bir foyda bilan, aytaylik, qanaqadir ular bilan bir kommunikatsiya qilish o'rniga ularni biz ayblab o'tiramiz-da hozir. Keling, xo'p, ayblagan bilan muammo
aytaylik kasallik yashirgan bilan anaqa isitmasi oshkor bo'ladi-yu, balki uni yashirganimiz bilan yoki uni ayblaganimiz bilan muammo yechilib qolmaydi. O'shanga qarshi endi biz qanaqadir kurashishimiz kerak, qanaqadir bir yaxshi narsalar chiqarishimiz kerak, bilmayman. Ularni ayblasangiz, bitta insonni ayblayursiz, sizdan qochishga harakat qiladi. Sizni fikringizni inkor qilishga harakat qiladi. Z avlodmi, u X avlodmi, Y avlodmi farqi yo'q qaysi avlod. Ayblashni boshladingiz, u siz bilan muloqot qilgisi kelmaydi, sizni fikrlaringizni eshitgisi kelmaydi. Siz uni tushunishga harakat qilsangiz, hech bo'lmasa meni tushunadigan bir akam bor ekan, shu bir inson bor ekan, virtual dunyodagi shu odam bor ekan deb turib, sizni fikrlaringizni eshitadi. O'shanga ayblash pozitsiyasidan biz bu pozitsiyaga o'tishimiz kerak-da. Bo'ldi, bo'lar ish bo'ldi. Ularni ota-onasi qilar ish qilib qo'ydi. O'sha telefonlarni ixtiro qilganlar ham ularni ota-onasi, ijtimoiy tarmoqni ham ixtiro qilishdi, o'sha o'yinlarni ham ixtiro qilishdi. O'shaning uchun men sizni juda hurmat qilaman. Masalan, aytaylik, siz aytmadingiz, bu yerda multfilmlar bolalarni buzyapti demadingiz-da, siz o'rniga o'sha unga qarshi bitta multik ishlab chiqdinglar jamoanglar bilan-da. Shunaqa qilishimiz kerak. Biz ayblaganimiz bilan, u g'arbni ayblaganimiz bilan, u boshqa bo'lgan bilan uni to'xtata olmaymiz. Yagona ma'lumotga qarshi urush bu ma'lumot bilan bo'ladi. U faqat o'tirib olib uni yomonlash bilan emas-da. Keyin mana g'arbni mafkurasi deb aytamiz-ku. Yevropa mamlakatlariga, o'sha Yevropaning o'ziga 3 marta bordim, Angliyaga 3 marta bordim. Bilasizmi, madaniyat jihatidan o'sha yerda yashagan odamsiz, ancha yillardan yashaysiz. Bizdan ko'ra juda ko'p narsalardan ibrat olsa bo'ladi ularda. Juda ko'p narsada, ya'ni g'arb madaniyati, yovuz madaniyat degan narsani siz borganda sezmaysiz umuman. Hamma sizga tabassum bilan gapiradi va bizda bu yo'qolib ketayotgan odat vaholanki. To'g'rimi? Qarang, hammasiga tabassum bilan e'tibor qiladi. Men juda yoqadi. Bitta oddiy misol aytaman. Do'stlarim bilan gaplashib o'tirsam, mendan bir kun so'rab qolishdi. Yo'q, men anaqa ketadigan bo'lib qoldim. Aka, chim kerak dedim. Soat 7. Qayerga o'tiramiz dedi-da. Yo'q, men qizimni uxlatishim kerak dedim. 7da kim qizini uxlatadi deyapti-da. Men deyapman. Bizda 7da uxlaydi, anaqa farzandlarimiz 7:30 anaqa xonamga kirib chiqishadi. Ularga chiroyli o'tirib yonida men bo'lishim kerak, men uxlamaydi dedim. U uchun shok bo'ldi bu narsa. Ya'ni adasi qizini uxlatishi yoki farzandini uxlatishga shoshilishida. Ba'zida xuddi menga qanaqadir ko'z bilan ham qaragan odamlar bo'ldi-da. Ya'ni unaqa davrlardan o'zi yurishga harakat qilaman. Endi ba'zida shunaqa davrada o'tirib qolar ekansiz. Bizda masalan farzandni vaqtida yotqizishimiz kerak va vaqtida degani bu 7-8 oralari. O'zi sizlarda nechida uxlaydi desa, bizda bilmayman, 11-12 gacha yuradi. Keyin bu yoqqa turtilib uxlab qoladi o'zi dedi. Qoyil dedim. Endi shu agar avlod shakllansa 15 yoshda, 18 yoshda yana sizga yozadi. U yo'limni topolmayapman debdi. U ota-ona oddiy misol uni uxlashini nazorat qilmayapti-ku. Yoki o'sha turishini yoki bog'chaga olib borib qo'ymayapti. Shunga ham vaqt topolmayapti. Yo'q, farzand ko'rmaslik kerak. Ya'ni xo'ja ko'rsinga farzand ko'rib qo'ygandan-da yoki aytaylik ko'rdimi, endi tarbiyasi bilan shug'ullanish. Ota-onalik burchini ola olish kerak. Shunaqa. Va o'rganish kerak bu narsani. Men yoshlar bilan suhbatda so'rab ko'raman. Ijtimoiy tarmoqdan qancha foydalanasiz deb. 14-15 yoshli bolalardan so'ralganda shu savol, bu najot ta'limda turli davralarda bir yigit menga aytayapti, bir yigit emas, bu kabi yoshlar ko'p. Qancha foydalanyapsiz ijtimoiy tarmoqdan, Instagramdan desam, menga aytdiki, kam dedi. Qancha? 2-3 soat deyapti. Keyin sheriklari ham xuddi shu gapni aytyapti. Men o'zimizni operatorlardan so'rayapman, keyin yigitlar nimaga bular 2-3 soat kam deyapti desam, chunki dedi, bu o'rtoqlari bundan ko'p PUBG o'ynaydi dedi, yoki bundan ko'p ijtimoiy tarmoqqa kiradi. Shuning uchun 2-3 soat kam deb hisoblaydi deyapti. Ya'ni men o'zi sizda bir joyda o'qigandim, ya'ni 2 yil siz ijtimoiy tarmoqda yashab ko'rmoqchiman degan gapni va ko'p bilaman, juda ko'p obunachi bo'lgan paytda ham ijtimoiy tarmoqda o'chirib chiqib ketgansiz. O'zingiz erkinlik istaganingiz uchunmi, halovat istaganingiz uchunmi? Bilasizmi, ijtimoiy tarmoqda ko'p obunachi bo'lgan holatda o'chirib yuborish qiyin narsa. Men shunaqa deb o'ylayman. Erkinlik haqidagi fikrim bor-da. Erkinlik bu disiplina orqali erishiladi. Ya'ni odam o'zini o'zi boshqara olish orqali erishiladi. Boshqa orqali erisha olmaydi. Unda erkin emassiz siz. Ijtimoiy tarmoqda o'tirib qanaqadir kontent qilayotgan bo'lsangiz, erkinligingizdan dalolat emasda. U esingizdan chiqmasin. Siz kontent qo'yayotgan bo'lsangiz va kontent iste'mol qilayotgan bo'lsangiz, siz iste'molchisiz. Ya'ni erkin emassiz hali ham. Sizni aytaylik o'sha
vaqt tushunchasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha erkinlikni vaqt bilan oladigan bo'lsak, vaqtdan ham muhimroq bir metrika bor. Bu e'tibor. Ana shu e'tibor hozir bekorga eng qimmat pul birligi emas. Mana shu e'tibor uchun butun texnologiya kompaniyalari kurashyapti. Ya'ni YouTube ham olmoqchi o'sha e'tiborni, Instagram ham olmoqchi, TikTok ham olmoqchi. Ya'ni sizdan e'tibor olmoqchi-da. Mana shu e'tiboringizni qayoqqa qaratishingizni nazorat qila olish erkinlik degani. Menda bir nima bilan aytib berishga harakat qilaman. Mana marketingdan misol keltiraman. O'zim marketing o'qib bo'lganim uchun osonroq tushunishga osonroq bo'ladi. Copywriting degan bir fan bor. Copywriting bu yozish orqali aytaylik xaridoringiz qalbiga kira olish, ya'ni ishonch uyg'ota olish mahsulotingizga yoki xizmatingizga nisbatan-da. Uzun matn yozish oson. Qisqasi qiyin. Qisqasi juda qiyin. Biz nima qilamiz? Bir matnni yozib olamiz. Qaysidir abzatsni o'sha matnni olib ko'ramiz yoki qaysidir gapni. Keyin qayta o'qib ko'ramiz. Qani ma'no o'zgardimi? Ma'no o'zgarmagan bo'lsa, ana bu bir gap o'zi ortiqcha edi ekan. Xuddi shunaqa biz ham hayotimizni boyityapmiz deb o'ylaymiz. Instagram bo'lsin yoki yana bitta qo'shimcha bitta mashina bo'lsin, yana bir narsa bo'lsin, ya'ni biz hayotimizni matohlar yoki mana shunaqa e'tiborimizni qayergadir berish bilan boyityapmiz deb o'ylaymiz. Aslida juda ko'p o'zimizga qo'shimcha stresslar olib kelyapmiz. Ya'ni o'shani gapni ko'paytiryapmiz biz. Keyin menda ham shunaqa holat bo'ldi. U obunachimni menga qancha bo'lgani umuman anaqa ahamiyatsiz narsa. Chunki birortasi men kasal bo'lib qolganimda boshim kelib limon choy quyib bermaydi birortasi. U men obunachiga nisbatan shunaqa qarayman. Oddiy o'sha obunachi bo'ldi. Men yagona boshimda o'tiradigan yo onam, yo ayolim, yo farzandlarim deb bo'ldi-da. Ya qabrim ustiga keladigan ham shular xolos-da. Keyin o'sha Instagram qismini olib tashab ko'rdim. Vaqtinchaga. Qani nima bo'lar ekan? Hech narsa o'zgarmadi. Biznesim qulab tushmadi yoki aytaylik, umuman hech narsa bo'lmadi hayotimda-da. Yaxshilashishni boshladi. Demak bu ortiqcha edi ekan o'zi, dedim, olib tashladim bo'ldi. Buni boshqa ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan ham shunaqa qildim. YouTube'ga ham olib tashladim, hammasini olib tashladim. Faqatgina o'sha agar YouTube ko'rmoqchi bo'lsam, kompyuterim orqali kiraman, buni ma'lumotni ko'rib olaman, bo'ldi. Ancha vaqtim bo'shadi. O'shani men bekorchilik bilan maqtanishni yaxshi ko'raman. Doim band bo'lish bilan maqtanishni yomon ko'raman men. Menda kalendarim pustoy tursa, shuni shunaqa qilib maqtanishni yaxshi ko'raman. Qara deyman, men qanaqa ekan, menda hech nima yo'q deyman. Mana shunaqa doim band bo'lib turadigan odamlar ozgina bekorchi vaqt bo'lish yaxshi narsa-da. O'sha 2 soat, 3 soat ketkazarmidim bilmayman, qancha ketkazardim o'sha payt. O'sha vaqtim bo'shab qoldi meni. Mana shu vaqtda menga g'oyalar kelishib boshladi ekan. Bunaqa qilsam bo'ladi, bunaqa qilsam bo'ladi. Farzandim bilan bir o'rmonga chiqamiz, qo'ziqorin teramiz, unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz. O'sha vaqt bo'shadi menga. Uni yana bir narsa bilan to'ldirib qo'ygim kelmaydi men hech qachon. U zavqli. U juda ham zavqli. Mana shunda men haqiqiy erkinlik hissini his qilasiz. Ya'ni siz e'tiboringizni kimdir o'g'irlamayapti. Shunaqa, onangizga telefon qilasiz, do'stlaringizga bir xabar olib qo'yasiz, qalaysan, bormisan deb. Ularning ham ko'ngli ko'tariladi. Bir kasal inson bo'lsin, xabar olib, vaqtingiz bo'ladi demoqchiman. U mana bunaqa o'tiraverganingiz bilan bilmadim. To'g'ri aytyapsiz, 100%. Hozir aytib o'tdingiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha bundan avval inson intizom bo'la olishi kerak edi. Mendan ko'pchilik o'zimdan so'raydi, qanday qilib intizomli bo'lish mumkin, boshqa. Odatda intizom insonning odatlariga ko'ra shakllansa kerak. Hozir mana ko'p topilmayotgan tuyg'u odamlarda bilaman nima qilish kerakligini, lekin shuni qila olmayapman deydi. Bilaman, shuni o'qishim kerak, ingliz tilini o'rganishim kerak, bilaman, sohani mutaxassisi bo'lishim kerak, bilaman, juniorlik paytimda mashaqqat chekishim kerak, lekin shuni qila olmayapman. Intizomsizlik qilyapman yoki o'yinga kirib ketyapman yoki PUBG'ga kirib ketyapman degan gapni aytadi. O'zingizning shaxsiy fikringiz qanaqa? Intizomni odatda shakllantirish uchun nimalar qilish kerak odam? Masalan, o'zingizda qanaqa qilib? Mana hozir aytib beryapsiz, men tushundim bu narsani. Shuni topolmayapti yoshlar. Ustozni gaplari bor, ana kalibrga ko'p narsa bog'liq. Masalan, aytaylik, hozir soatlab vaqtini o'tkazayotgan odam, masalan, oddiy misol chekish haqida olaylik. Chekib yurgan odam birdaniga anaqa tashlashi juda qiyin, juda ham qiyin. Imkonsiz emas, imkoni bor, lekin aksariyat odamda bunaqa kalibri yo'q. Ya'ni birdan tashlab chiqib keta oladigan-da.
bunga kichkina qadamlar bilan kalibringizni kattalashtirib erishasizda. Bunga qanaqa erishish mumkin o'zi? Insonni men aytaman, mana hayotga bo'lgan qarashi ishonchga juda ko'p narsa bog'ladi. Ya'ni o'zi ishona olishi kerak. Mana shu narsani uddasidan chiqa olishiga ana miyadagi ishona olish juda muhim. Ishonch qayerdan keladi? Siz ishonch kompetensiyadan keladi. Ya'ni bir necha barobar siz o'zingizga bir narsalarni isbotlab qo'yishdan keladi. Bu qayerdan keladi desangiz, bu inson o'zini oldiga qo'ygan kichik maqsadchalarini bajarib yurishdan keladi. Oddiy misollar tushuntiraman. Masalan, siz aytdingiz o'zingizga ertadan deyapsiz, bilmayman, masalan 8 da turadigan inson bo'lsangiz, ertadan 7 da turishni o'zimga odat qilmoqchiman yoki 7:50 dan. To'g'rimi? Ertasi kuni keldi, siz 7:50 da budilnik jiringladi. Siz o'tkazib yubordingizda, o'sha o'zingiz odatiy vaqtda 8 da turdingiz. Mayli, bugun uxlab qoldim desa, ertaga shunaqa qilaman dedingiz. Ertaga ham bo'lmadi. Indinga ham shunaqa qilaman. Indinga ham bo'lmadi. Inson bilan ruh bunaqa birga emas-da baribir. Ruhi sizga nisbatan ana nimasi tushishni boshlaydi, hurmat tushishni boshlaydi. Oddiy misol, sen 10 daqiqalik narsani qila olmading, u ijtimoiy tarmoqlarni tashlab chiqib ketish, u aytaylik chekishni tashlash yoki qanaqadir bir katta maqsadlar u ikkinchi darajali. Ya'ni o'zingni oldingdagi hurmating yo'q. Sen u boshqalarning oldidagi hurmatni o'ylamasang ham bo'laveradi oldin deyman-da. O'shanga aytaman, juda ham kichik maqsad qo'yish kerak. Maqsad shunchalar kichik bo'lishi kerakki, unga tez erishish mumkin bo'lishi kerak. Va chunki kichkina maqsad nimaga olib keladi? Bu ikkinchi maqsadga ulab beradi-da. Masalan aytaman, juda ko'p shogirdlarimiz bor, 9 da turardi. 9 da turadiganga men bilan anaqa ko'p ishlashadi. Biz o'zimizga aniq qilib qo'yganman, har doim tekshirib turaman deyman. Lekin u 8:50 dan boshladi. 8:40 qildi. Sekin 2-3 oy ichida 5-6 da turadigan o'sha bolaga aylanishdi. Bo'ldi, ular uchun unaqa muammo emas bo'lib qoldi-da. Ya'ni o'sha 10 daqiqalik kunlik erishuv yoki har 2 kunda bir shu narsaga erishuv unga anaqa zavq bag'ishladida. Shunga aytaman, mana shu kalibr ustida juda ko'p ishlash kerak. Ya'ni ishonch ustida-da. Masalan, men ham ana katta Ironmanga borishdan oldin birinchi kichkinasini yoki undan ham kichkina triatloncha qilib ko'rdim. Samarqandda challenge qilib ko'rdim. Bitta marafoncha yugurib ko'rdim. O'zimni mana shu katta bo'layotgan musobaqaga sekin kalibrimni oshirdim-da. Bo'lmasa birdan Ironmanga borganda ancha yuragim to'xtab qolardi o'tda. Chunki tayyor emas-da tana. O'shanga anaqa bilaman, ko'pchilik juda katta maqsadlar qo'yib yuboradi o'ziga-da. O'sha vaqt kelganda maqsad kattaligini tushunib yetib, yo'q erisha olmayman deb turib tashlab ketishadi. Kichkina maqsadlar muhim. Menga bilasizmi, Ironman'da eng yoqqan tarafi insonning intizomga o'rgatishi bo'ldi. Hozir ko'ruvchi insonlar uchun birinchi nimaligini tushuntirib bersam-da. Ironman bu bir vaqtning o'zida, ya'ni sizga berilgan 16 soat beriladi. Sizda qancha berildi? O'zi 17 soat. 17 soat. Ba'zi musobaqalarda vaqt qisqartiriladi-yu. 15 soat bo'lib qoladi. Sizlarda qancha bo'ldi? 17 soat. 17 soat bo'ldi. 17 soat davomida salkam 4 kilometr suzish, 180 kilometr velosiped haydash, velik uchish. Velik uchmas lekin Shunaqa. keyin 42 kilometr yugurish. Bilasizmi, men umrimda 2 marta 42 kilometr yugurgan odam sifatida aytaman. 42 kilometr yugurish yana eng oxirida-da. Eng yomoni suzish eng boshida. Eng qiyini boshida, yana suzish uchun ham alohida vaqt qo'yib qo'ygan. Suzishda o'ta olmasangiz to'xtaydi o'sha yerda. Undan keyin 180 kilometr velosiped haydash kerak. Bu vodiyda yarmigacha velosipedda borish kerak degani. Yo'l tepa past bo'lsa ham haydashingiz kerak. Va o'sha narsani to'xtovsiz 17 soatda qilib o'tishingiz kerak. Siz necha soatda amalladingiz? 13,5. 13,5 soat. Bilasizmi, men uchun haligi bu yil uchun o'zim uchun qo'ygan maqsad Zelenskiyda yarim Ironman o'tish. 31-avgust kuni bo'ladi yoki 31 yoki 1-sentyabr kuni. Xudo xolasa, Zelenskiyda, Avstriyada, bilasizmi, Shveysariya haqida gapirdingiz, men ko'proq Avstriya yoqdi. Avstriya menga rostdan yoqdi. Juda go'zal Avstriya. Ham masalan turistik joylarda ham odam ko'p emas-da. Shveysariyada odam ko'p ekan. Vaholanki o'sha Alp tog'lari Avstriyada ham bor. Zelenskiy degan joyga borganmiz, juda yoqqan. O'sha yerda Half Ironman uchun eng yaxshi joylardan biri, 3 tadan biri sifatida beribdi Yevropadagi. Pulda bo'ladi. Ko'lda bo'lar ekan. O'sha yerda qilmoqchiman. O'sha maqsadim shu. Shu yerdan ro'yxatga o'tib qo'ydim. Endi siz 2025-yilda to'liq full Ironmanga erishdingiz va vaholanki shug'ullanishni teng boshlagandik. Ya'ni endi teng degani suzish jihatdan aytmoqchiman xolos. Boshqa jihatlari sizda yana doimiy shug'ullanish boshqa narsa bo'lgan. Va full Ironman qildingiz.
full Ironman bo'ldingiz, 1 yilga ham yetib bormadi sizda. Suzish boshlaganingizdan boshlab 1 yilga ham yetib bormadi, to'g'rimi? Qoyil. Hissiyotlar, nimalarga erishdingiz, nima orzu qildingiz o'zi Ironmandan? Ya'ni insonni tanasi, bu yerda nafaqat insonni tanasi, insonni irodasi, insonni shaxsiyati shakllanadi-da. 17 soat davomida to'xtovsiz harakat qilish va ungacha bo'lgan to'xtovsiz mashaqqatlar. Ana hozir siz bilan Jahongir Nasiruddinov to'liq Ironman qila oldi. Tengqurlarimizdan-da. Jahongir Po'latov hali emas endi. Lekin bilasizmi, Jahongir Po'latov 2020-yillardan beri gapirib yuradi-da. Ironman. Ular Murodxon akadan o'rganishgan. Murodxon aka doim aytishgan, ya'ni Ironman haqida. Biz ham eshitganmiz shu gaplarni. Endi o'sha yo'ldagi mashaqqat lekin zavqli. Doim shug'ullanishingiz kerak, doim yugurishingiz kerak, doim. Men eng qiyini o'zim ham bildim. Boshida yugurishmikan dirdim-da. Eng qiyini suzish va velosiped ekan. Ya'ni velosipedni nimasi qiyin desangiz, siz o'zingiz professionalsiz. Obunachilarni aytib qo'yapman-da, sizga vasna kulator cho'ming. Xizolatdan oldinda gapirishda oyoq qizib ketar ekan-da. Oyoq qizib ketar ekan. Juda qiyin ekan rost. Shunaqa. Mashaqqatini aytyapman-da, hali o'tamagan bo'lsa ham aytyapman-da. Endi o'tagan odamni eshitaylik. Finishdan o'tgan paytimda odam qilgan ishni odam qila olar ekan dedim. O'zi finishdan o'tganimdan keyin ancha qiyin bo'ldi. Finishdan o'tganimdan keyin endi nima degan anaqa katta bo'shliq paydo bo'lib qoldi-da, qiynaldim. Ya jismoniy jihatdan. Ruhiy jihatdan ancha foyda beradi. Chunki yana bir bor o'zimga, atrofimdagilarga emas, o'zimga, o'shaning uchun ijtimoiy tarmoqlardan yiroqlashganman-da, chunki o'sha ijtimoiy tarmoq uchun qilmayapman degan maqsadda, o'zim uchun qilyapman bu narsani. Yana bir marta o'zimga isbotladim. Agar xohlasam, qachonlardir orzu bo'lgan narsani ustidan chiqish imkoni bor ekan degan narsani-da. O'sha ruhiy jihatdan ancha foydasi bor, lekin bu tomondan, ya'ni ruhiy jihatdan salbiy tomoni bor, anaqa endichi degan narsada. Ya'ni nahotki men maqsadni shunaqa kichkina qo'ydim degan holat bo'lib qoldi-da. Odamlar eshitsa yig'laydi lekin shu gapingizni. Nega bilasizmi? Buni o'zi katta maqsad-da. Buni o'zim katta maqsad. Ya'ni o'rtacha statistikalar ko'rdim. Hamma ham 1 yilda ola olmas ekan. Ya'ni qiyin ekan. O'rtacha 2 yildan 4 yilgacha tavsiya qilinar ekan ba'zida. Yo'q, masalan, o'sha payt men birinchi marta o'sha ustozdan eshitgan paytimda 308 kilometr suzish, 180 kilometr xayolimga anaqasiga ham sig'a olmasdi u narsada. Keyin boyagi gapga qaytadigan bo'lsak, o'sha kichkina yutuqchalar, o'sha birinchi 10 kilometr yugurishim, aytaylik birinchi yarim marafon yugurishim, o'sha sekin kalibrni kattalashtirish boshladi, chiniqishni boshladi. O'sha har safar bitta marafon yugurganimda yoki bitta narsa yugurganimda his qilishni boshladim, ana yaqinlashyapman o'sha narsaga-da. Yaqin bo'lyapti. Mani Ironmandan olgan eng katta xulosam nima bo'ldi desangiz, bu velo etapda bo'ldi. Yugurishda ham bo'ldi bu narsa. Velo etapda ketyapman. Velosipeddan yiqilib, jarohat olib o'tirgan odamlarni ko'rdim-da. Mana bir gapim bor, anaqa inson jarayondan maza qilishni o'rganish kerak, natija kafolatlanmagan deganda. Mana shu narsaga velosipedga ketyapman, isboti bilan ketyapman. Hali 30-kilometrmida, bugun 40-kilometrmida velosipedda ketyapman. Jarohatdagi odamni ko'rdim-da. Bo'ldi, u o'tolmaydi o'sha kuni. Bo'ldi. Velosiped nimadir bo'lsa ham o'tolmaydi. Endi mana-da, u shuncha xarajat qildi. Keyin ichimda birinchi o'tgan gap nima bo'ldi? Ilohim, shu jarayonidan maza qilib qo'ygan bo'lsin dedim. Yoki bir 2-3 Ironman bo'lsin dedim-da. Işte bu uchun o'tolmaslik bir nima bo'lmasin, muammo bo'lmasin dedim-da. Hech bo'lmasa o'sha tayyorgarlik jarayonidan, o'sha do'stlar orttirganidan, o'sha narsadan bir maza qilib olgan bo'lsin. Chunki ham jarayondan maza qilmagan bo'lsangiz, ham natijadan natija kafolatlanmagan. Mana bu natija ham bo'lmadi unda-da. Juda katta bir siqilish bo'lib qoladi. Chunki siz jarayondan maza qilmadingiz-da. Men o'shanga bir ish boshlasam, o'tda jarayonidan maza qilaman. O'sha paytdagi o'rganishdan, do'stlardan, mana triatlon gruppamizda qanaqa bir qaysi darajadagi tadbirkorlar bilan bir oddiy xodimlargacha bor-da, networkingiz juda bir kuchli bo'ladi-da. Shulardan yangi bir sportni o'zimga kashf qilishdan, ya'ni bu velosport bo'ladimi, yugurish yanada bir mukammal o'rganishimdan, suzishimni bir vaqtlarini yaxshilashdan, shunaqa kichik bir yutuqlardan maza qilib yurdim-da. O'shaning uchun orada kichkina nimalarga, triatlonchilarga borib nishonlab yurdim. Mabodo o'ta olmasam ham
ana katta afsusim bo'lmasin, shu mayli finishdan o'tolmadim, lekin men jarayondan maza qilib qoldim deb. Bu velo etapda bo'ldi. Mayli velo etapni tugatib yugurishga o'tganlar bor. Yugurishda manada velosipedgacha mayli jismoniy qanaqadir turib beradi tanangizda. Chunki o'zi bu nenormal hisoblanadi. Bunaqa uzoq muddat davomida tanani bunaqa zo'riqtirib turish, bu o'zi aslida sog'lom narsa hisoblanmaydi. Endi velo etapdan tushganingizdan keyin yugurish boshlanadi-ku, oldingizda 42 kilometr turganini. Bu ruhiy sindirib qo'yadi sizni. Ruhiy singaningizdan keyin anaqa tana ham o'sha sekin отказ qilishni boshlaydi. Ruhiy turib berishingiz juda muhimda. Ya'ni iroda. Iroda muhim. Agar tanada отказ boshlangandan keyin o'z-o'zidan anaqa tomir tortishadi yoki umuman yo'q men bora olmas ekanman degan o'sha ana xulosaga kelib qolasizda. Shunaqa odamlarni ko'rdik. Masalan, 2-3 kilometrda o'sha oyog'i tomir tortishgan yoki qanaqadir nimadir bo'lgan, bo'ldi. U shuncha joydan o'tdi-da, oxirida o'sha yugurish nimasiga kelganda eplolmadi yoki o'tolmadi o'sha joydan-da. Shunaqa bir xulosalar bo'ldi. O'shanga menga finishdan o'tishdan ko'ra o'sha finishgacha bo'lgan ancha xulosalar yig'ib ketdim, chunki bir 17 soat vaqtingiz borda. Naushnik ham yo'q, telefon ham yo'q, hech narsa yo'q. Bitta o'zingiz boshqacha qilayotganda o'sha velosipedizmi, krossovkangizmi birga o'sha. Faqat inson nafsi bilan yolg'iz qoladi-da. Ha, u ancha nima ko'p xulosalar qilar ekansiz. O'zingiz haqingizda ham, boshqa insonlar haqida ham, atrof haqida ham-da. O'shanga anaqa, o'tganim yaxshi bo'ldi dedim. Bundan keyingi jarayon ozgina qiynadi, lekin o'tish ancha o'zimga bo'lgan ishonchni oshirdi. Triatlonda o'zim olgan yana bitta xulosa, o'sha yurakda doim bir xil ritmda ushlab turish eng qiyin ekan. Har doim, ya'ni birinchi yoki ikkinchi darajada ushlab turish eng qiyin ekan va triatlon shunga o'rgatar ekan o'zi. Ya'ni ko'p vaqt shug'ullansangiz ham yuragingizni ushlab tura olish. Ya'ni katta bosim bermasdan sekin bosimda ushlab turish eng qiyini shu ekan. Ishonsangiz, mana zona 2 degan yurakni ikkisi bor. Asosiy bizani shug'ullanishimiz mana shu zona 2 da bo'ladi. Bir xil yurakni o'sha bitta tempda ushlab turishimiz kerak. Eng qizig'i o'sha tez yugurishimizga ham sababchi bo'ladigan aynan mana shu zona 2. To'g'rimi? Mana shu bir xil ritmda ushlab turishdi. Tadbirkorlikka ham juda bir anaqa to'g'ri keladigan bir termin deyman-da, e'tibor bergan bo'lsangiz, har kuni bir zerikarli bir xil ish qilaverasiz. Agar shunga dosh bera olsangiz, tadbirkorligingiz o'saveradi. Ko'pchilik masalan Instagramdan yoki aytaylik qaysidir ijtimoiy tarmoqlardan biz tadbirkorlikni juda ilohiylashtirib yuborishgan-ku. Faqatgina har kuni bir yangilik bo'ladi, har kuni bir o'zgarishlar, tadbirlar, chet el yurish, Ferrari, Lamborghini mana bunaqa bo'lib yotibdi-ku. Lekin o'zi aslida juda katta o'sha narsa zona 2 da bo'ladi-da. Har kuni bir xil ishga qilasiz, bir xil o'sha mijozlarning muammosini hal qilasiz, o'quvchilarning muammosini har kuni o'sha bir xillik, lekin o'sha bir xillikda o'sishni boshlaysiz. Men aytaman, yaxshi tadbirkor bilan menimcha yomon tadbirkorni yagona anaqa farqlardan bittasi mana shu tadbirkor o'sha uzoq muddat zerikarlik, yolg'iz anaqa hayotga dosh bera olgan tadbirkormikin deyman-da. Chunki yolg'izda tadbirkorlik. Hech kimga dardingizni aytolmaysiz, ichingizdan o'tayotgan narsani aytolmaysizda. Muammolar bilan to'la bo'ladi doim. Shunaqa. O'shanga menimcha yana bu tadbirkor triatlon bilan shug'ullanadigan, ya'ni mana shunaqa uzoq muddat o'zini qiynaydigan sport bilan shug'ullanadigan odamlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'p tadbirkor bilasiz. Shunaqa. Aksariyat masalan odamlarni qaraydigan tadbirkor. Risk sola oladi, tavakkal qila oladigan odamlarda. Shunaqa. Triatlonda sizga eng yoqqan sport turi qaysi bo'ldi? Masalan, suzish, velosiped haydash, yugurish. Ya'ni har doim zavq oladiganingiz qaysi? Yugurish. Menda ham shu. Masalan, sababi nima sizda? Tushunib yetdim. Anaqa eng kam investitsiya, vaqt jihatdan ham, moliyaviy jihatdan ham eng kam anaqa uzrli talab qiladigan ham. Chunki unga uzrli yo'q-da. Eshikni ochib tashqariga chiqib qolsangiz bo'ldi. Oyog'ingizda krossovkangiz bilan. Boshqa uzrli yo'q. Siz o'rmonda bo'lasizmi, tog'da bo'lasizmi, qorda bo'lasizmi, yomg'ir farqi yo'q-da. Shunaqa bir unikal sport deyman. Shuna eshikni ochib ketdingiz bo'ldi. Bir shogirdim bor, yarim marafonni shippada o'tgan. Shippakda. Ya'ni boshqalarni va yugurgan chiqqan qiynalyapman, unaqa qolman degan aytaman-da. Yoki katta bir vazirli insonlar gendan deydigan bo'lsa, men sizni videongiz bilan bir Islom aka Xalikov degan men bir yaqin do'stim bor-da. O'shani videosini ko'rsataman-da.
anaqa emas. Qo'yinglar deymanda, Rasman iroda. juda ham Qat'iy katta irodaga bog'liq. Bilasizmi, o'sha to'lishgan paytimda yugurish shunaqa azob bo'lgan. Realniy men umuman keyin boshida qiynaldim. Bilasizmi, yugurgani chiqaman dedimda yurardim. 1 kilometr yugurmoqchi bo'lardim, o'zi ko'p emas. Lekin azobligini keyin tushundimda. Lekin iroda har kuni bardom. Chunki bilaman, to'lishgan odamlarda bitta stress paydo bo'ladi, men endi ozolmayman deb o'ylaydi-da. O'sha stressni bardavomlik insonni qutqaradi har doim. Endi o'zimga ham yugurish yoqadi. Nimaga? Qayerga borsam ham meni alohida chamadonimda yugurish uchun alohida joy bor. Sumkam shunga mo'ljallab qo'yganman. Krossovkam, kiyimlarim yugurish uchun maxsus. Amerikada bo'lasizmi, Yevropada bo'lasizmi, ya'ni zamon va makon tanlanmaydi. Velosipedda ham, suzishda ham joy tanlaydi. Doim velosiped olib yurishingiz kerak, suzish uchun joy izlashingiz kerak. Lekin yugurish bunaqa emas va yugurganimda o'zim energiyaga to'laman. Kunda yugurish bilan boshlash menga juda zavq beradi. Shunchaki nimadir bo'lishi shart emas, ya'ni men safardaman, boshqaman, samolyotda olmoqchi bo'lsam ham yugurishga moslayman. Kechqurun uxlay olar ekanman, ertalab yugura olar ekanman. Demak, reys shunga moslanglar deyman. Shunaqa. Menga zavq beradi shu. Eng kam baryeri ham bor-da. Baryeri yo'q. Masalan, fitness klubga bormoqchi bo'lsangiz yoki suzishga bormoqchi bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Ertalabda turasiz, kiyimlaringizni tayyorlashingiz kerak, mashinangizni qizdirasiz, mashinaga o'tirasiz, suzishga borasiz, kiyimingizni almashtirasiz, keyin basseynga tushasizda, basseyndan chiqasiz, nima olasiz, dush olasiz, yana kiyimingizni almashtirib, yana vaqtda juda katta bir kamida 1 soat o'sha baryera bilan o'tib ketib qoladi. O'sha suzish havzasiga borishga. Fitness klubga ham xuddi shunaqa. Velosipedga ham xuddi shunaqa. Masalan, velosipedda eng katta baryera deb o'ylayman, chunki velosiped o'zi qimmat. Birinchidan, bu birinchi baryera. Ikkinchi baryera, velosipedda har kuni ucha olmaysiz. Chunki mana bugun qor, yomg'ir bo'ldi. Velo uchishga nima yo'q. Ichkarida uchishingiz kerak. Ichkarida uchmoqchi bo'lsangiz, bir apparat sotib olishingiz kerak. U o'ziga yarasha qimmat. Siz anaqa yugurishdan shuni oyog'ingizga krossovkangizni kiyingiz, chiqib ketdingiz. Bo'ldi. Men shunaqa qarayman. Menimcha shunaqa bir yagona sportki, bu sizdan eng kam investitsiya, eng kam anaqa uzrlik va eng kam anaqa talab qiladigan, baryera talab qiladigan nimada sport. Men ko'p aytaman. Men yugurishga qiynalaman deb bitta statistika bor. O'zbekiston bilasizmi yoki yo'qmi? Bizni yurak qon tomir kasalliklaridan anaqa o'lish bo'yicha dunyoda top 10 talikda turamiz. O'zbekiston. Shunaqa. Yiliga 86 mingdan ziyod odam o'ladi. Bu degani kuniga taxminan 280 tadan to'g'ri kelyaptimi? Taxminan. Kuniga 280 ta odam yurak qon tomir kasalligini turli xil yo'nalishlardan o'ladi. Insulin, infarkt, o'sha buni oldini olish mumkin. Oldini olishda bu aytaylik harakat, ya'ni kardioni ozgina yuragiga zo'riqtirish berish, bu tez yurish yoki yugurish, suzish, velosiped turib va yemoq, ya'ni og'zingizdan tomog'ingizdan o'tayotgan narsani nazorat qila bilish. Boshqacha qilib aytganda, bu hattoki o'sha tamaki mahsulotlariga nisbatan ham o'sha tomog'ingizdan o'tayotgan narsani nazorat qila bilishda. Shu ikkita narsani nazorat qilsangiz, siz aytaylik yuragingizni himoyalayotgan bo'lasiz. O'z-o'zidan shu statistikani o'zi yetish kerak-da bizni millatga-da. Bilmayman bizda nimaga bu narsani trevoga qilishmaydi. Bu trevoga qilinish kerak narsa-da. Endi qilinyapti. Masalan, sog'lom turmush tarziga davlat tarafidan ham alohida imtiyozlar yoki nimadirlar dasturlar qilinyapti. Bizda sog'lom turmush tarzida muammo bor. Bu voqelik. Shunaqa. Men o'zim chet elga chiqqanda doim yuguraman. Ayniqsa Yevropada menga bir odat yo'qdi. Qayerda bo'lsa odamlar ertalab, obed har doim yuguradi. Angliyada ham juda zo'r ekan shu narsa. Har doim yugurayotgan odamlar topasiz. Yugurish yo'lakchalari alohida qilinadi. Velosiped yo'lakchalari alohida bor. U yerda odamlar har doim yuguradi. Zavqli jarayon. Men hamkasbim ishxonaga kelardi. Obed vaqtimiz bor. O'sha 45 minut, 1 soat obed vaqtimiz bo'ladi-ku. Endi o'sha ishlab yurgan paytlarimda yugurgan chiqib ketardi. O'sha obedini olmasdi-da. Obed qilmayman, yuguraman deb. Bo'ldi. O'sha yugurgani chiqib, tezda yugurib, shunday nimasini almashtirib kelardi. Velosiped bilan qila olmaysiz bu narsani. Suzishga borib kelaman deya olmaysiz-da. Lekin bunda atrofga chiqib, shuna shahar bir qator anaqa 5 kilometr yugurib kelishga sharoit bor-da, demoqchiman. Har qanaqa holatda. Postingizda ko'p qoldim bir marta. Shaxsiy rivojlanish ko'zguga qarashdan boshlanadi degansiz. Qani, o'zi biz hozir mana intizom va shaxsiy rivojlanish haqida gapirishyapmiz. Nima degani bu? Nima uchun aynan shaxsiy rivojlanish ko'zguga qarash? Ya'ni inson o'zini o'zi avval ko'rib nazorat qilsin demoqchimisiz? Nima maqsad? U narsa birinchi moliyaviy tomondan kelib chiqdi menga. Men har kuni bankdagi hisob raqamimga qarayman, har kuni.
u menga yoqadimi, yoqmaydimi, yoqimsiz jarayonmi, qanaqa bo'lsa ham investitsiyalarimni qarayman. Qancha o'zi bo'tdi, bu qancha qarab qo'yaman. Ya'ni aksariyat inson o'zini hozir endi hamma narsa raqamli bo'lib ketgani uchun o'zini oddiygina bank shotiga qarashga qo'rqadi. Chunki asliyat yotibdi-da bu yerda. Ya'ni sizni hozirgi moliyaviy holatingiz yotibdi. Siz u narsani ko'rib, tushunib, hazm qilmaguningizgacha moliyaviy hayotingizni o'zgartirishingiz qiyin-da. Yomon bo'lsa, demak, yomonligini ko'rib olishingiz kerak birinchida. Boshqacha qilib aytganda, sizni moliyaviy ko'zguyingiz bu aytaylik bankingizdagi hisob raqamingizda qo'pol qilib aytganda yoki siz qurayotgan biznes bo'ladimi, o'shani bir bilib olishingiz kerak, qaysi jarayondaligini-da. Xuddi shu narsa insonni o'ziga nisbatan ham ishlatiladi-da. Inson ozishga qo'ygan birinchi harakati o'zi vazni ko'pligini birinchi tan olish kerak-da. Tan olish uchun birinchi oynaga anaqasini ust kiyimini yechib bitta qarash kerak. Ko'pchilik shuni ham qilmaydi. Shu qarashga ham qo'rqadi. O'sha o'zini nimasini ko'rishga. Chunki stress beradi-da. Ha, stressdan, ya'ni noqulaylikdan odam doim qochishga harakat qilgan. Lekin noqulaylikni boshqalar uchun qilmayapti, o'zi uchun qilyapti-ku. O'shani hech bo'lmasa ustini yechib bitta qarab olish kerak. Ha, to'g'ri, menda vazn ortiqcha va bu narsani birinchi hazm qilib olish kerak. Ortiqchaligini. Mana shu yerdan birinchi qadam boshlanadi degan maqsadda. Birinchi qadam tashqariga chiqib yugurishdan emas yoki men ertadan sog'lom ovqatlanishni boshlayman deyishdan emasda. Tushunib olish kerak, что bunda ortiqcha vazn bor yoki tushunib olish kerak, u unda anaqa juda ham ozg'in semirishga, bilmayman. Mana shunaqa. Ya'ni shaxsiy rivojlanishga shuni nazarda tutgansiz. Mana shu narsani nazarda tutganman. U birinchi moliyaviydan kelib chiqqanda, mana shu odat shakllanib qolgan edi. Har kuni ertalab turaman, qarayman, hamma narsa joyidami, qanaqa holat deb. Shundan anaqa bu shaxsiyatga qanaqa aloqasi bor deganimda, demak, mana shundan boshlanadi. Masalan, inson aqlli bo'lmoqchi bo'lsa, birinchi ahmoqligini tan olish kerak-da. O'sha sohada men hech narsani bilmayman. Chunki o'rgana olish sizda anaqa kalibri o'shanda ochiladi. Masalan, sizdan men bir narsa o'rganmoqchi bo'lsam, masalan, o'quv markazlari bo'yicha yoki bir narsa o'rganmoqchi bo'lsam, men aytaylik marketologligimni yoki qanaqadir bu yoqda o'xshayotgan tadbirkorligimni unutib, oddiy o'quvchi bo'lib oldingizga kelishim kerak-da. Ya'ni men bu sohada ahmoqman, Temurbek menga o'rgating. Mana shu nimani olib qo'yib, egoni yig'ishtirib qila olishim kerak. Bu inson o'ziga nisbatan ham shu narsani qilish kerak-da. U egoni yig'ishtirib, o'ziga qilyapti-ku o'sha narsani va harakatni boshlash kerak deb o'ylayman. Shuning uchun aytishadi-da, bilmasligini bilish ilmning yarmi deb. Juda ham to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Shavozbek aka, maqsadlaringiz nima bundan keyin? O'zingiz uchun hayotda odam maqsad qo'ygan bo'ladi, rejalar qo'ygan bo'ladi, eng kamida-da. Nima maqsadlaringiz bor hayotda? Yani biznes jihatdandir, balki hayotdandir, yani o'zingiz uchun orzularingiz bo'ladi, jamiyatga yoki o'zingiz shaxsiy jihatidan nimadir qilsamda, shundan kimdir manfaat olsa deyish mumkin. Yoki men o'z ishimni shunaqa bir qilayki, bunaqa bo'lar. Yani o'zingiz uchun qo'ygan roadmap'laringiz bormi? Hayot yo'lingiz, xaritangiz. Maqsad yo'q, niyat bor. Ana ustozimning bir gaplari bor, ana Xudoni kuldirmoqchi bo'lsang, maqsadlaring haqida gapir deydi-ku. Biz endi niyat qilamiz, niyatlarimiz bor, yo'q emas. Hozir endi biz farzandli bo'lganimizdan keyin xohlang-xohlamay shular bizani anaqamiz katta bir niyatlarimizga aylanib qolar ekan. Shu aytaylik bizda aytaylik bo'lmagan imkoniyatlarni bularga qanaqadir yaratishga harakat qilish. Baribir shu Bek Olimjonning gaplari bor, birinchi inson o'zini qutqara olish kerak, o'zini qutqargandan keyin oilasini, undan keyin aytaylik atrofdagi qarindosh urug'lari, keyin jamiyatga chiqsa bo'ladi deb. Menda hali ham oilamdan chiqolganim yo'q. Hali bir jamiyatga chiqib bir narsa o'zgartirishga harakat qilishga, chunki hali qarindoshlarim ham bor, boshqalar. U biznes jihatdan bir katta bir nimalar, niyatlar qilmaganman. Lekin mana shuncha sport bilan shug'ullanib yurib, xudo xolasa mana bu marketing agentliklari bor-ku, mana bu bizneslar men uchun boshqacha qilib aytganda pul topish manbai xolos. Men unga bir missiyadek, bir narsadek qaramayman. Bu o'zim ham tushunib, o'zim ham bilaman, bu oddiy marketing agentligi.
bo'ldi, boshqa narsa emas. Mana o'sha pul topaman, o'sha kelajakda manimcha sog'liqqa aloqador qanaqadir o'zimdan-da kattaroq bir loyiha qilish niyatim bor. Zo'r bo'lardi. Chunki mana shu statistikani eshitdim-da, 86. Buni Bekolomjon aytganlar menga korona paytida. Voy korona yomon bo'lyapti, desa korona hech narsa emas degan. 86 mingta odam o'ladi yurak qon tomir kasalligidan desa, ha deganman-da. Shundan boshlab qanaqadir bo'ladi-ku, hozir mana startaplarni qarayapman-da, hammasi fintech, edtech, hammasi mana shu fintech atrofida-da. Chunki unda pul bor-da. Ha, lekin sportda yo'q-da, lekin juda katta muammo ham sportda turibdi-da. Sog'lom hayot va Sog'lom sport. hayot shunaqa. O'sha yerda turibdi. O'sha yerga menimcha qiziqyapman, hali aniq bilmayman nima qilishimni, lekin o'ylab turibman. To'g'ri. Hozir startaplar bo'yicha dunyoda O'zbekiston ikkinchi o'ringa chiqib qoldi rivojlanishi bo'yicha. Bu fakt. Yaqinda Sherzoddagi Shermatov va raqamli texnologiyalar vaziri shuni prezidentga taqdimot qilib berishdi. Va O'rta Osiyo bo'yicha 1-o'rinda. Dunyo bo'yicha 2-o'rinda. Va hozir juda ko'p venture fondlar ham O'zbekistonga kirib kelishga harakat qilyapti. Ya'ni bizda zo'r muhit shakllandi. Bilasizmi, Silicon Valleyda hamma startap haqida gapiradi deyshadi. Hozir O'zbekistonda shu muhit shakllanyapti. Bu tendensiya. Endi faqat IT sohasi istalgan bir odam startap va startap qilish uchun dunyoni yangitdan yaratish shart emas, shunchaki og'riqlarga yechim berish kerak. Agar qo'rqmasa aytishim mumkin, sog'lom hayot hamda sport bo'yicha qanaqadir startap o'ylasangiz yoki loyiha o'ylasangiz, juda ko'p yoshlar ergashadi va hayotini o'zgartira oladi. Bu aniq. Chunki ayrim qilgan odam bilan gaplashib o'tiribman-da. Qiyinda. Bu juda dunyoda 1% odam ham chiqmasa kerak, 0.1 bordir. Shunaqa. 0.001. Ha, 1000dan 1 ekan. Bu juda qiyinda. Kimdir 42 kilometr yurib ko'rsa, mayli 42 kilometr qo'ying, 7 kilometr yurib ko'rsin-da, chiqay chiqib. Shunaqa. Ya'ni ayrim qilish uchun yillar shakllantirish kerak-da. Shu maqsadlar xudo xolasa o'sha nima deydi, baribir men o'zbekman. Norveg millatini men qutqarishga harakat qilishim shart emas. Chunki Norveg millati ancha o'zini sog'lom turmush tarzi bo'yicha ancha qutqarib olgan xalqda. Dunyoni top darajada. Norvegiyani bilasizmi, menga nima desa yoqadi? Hamma statistikalar bo'yicha dunyoda eng yaxshi statistikalar bo'yicha birinchi 5likda turadi doim. Doim. Insonlarda hayoti, boshqa hammasi Norvegiyani topasizda. Qo'rqmasa aytaman, Norvegiyani har doim topasiz. Shunaqa. O'shanga endi sog'lom turmush tarzi bo'yicha o'tda unaqa qilinadigan ishlar ko'p emasda. O'zligi anaqa hamma narsani qilib bo'lishgan. Menimcha bizani nimada jamiyatga kerak deb o'ylayman. Baribir ham u ham anaqa ozgina bir moliyaviy holat yaxshilab olgandan keyin endi yaxshilanishini kutishim shart emas. Baribir bo'ladi-ku, ozgina moliyaviy holat bo'lish kerak deyman. O'zim o'ylab yurgan anaqa g'oyalarga. Endi ko'ramiz. Bu ham niyat. Shavozbek aka, kitoblar bo'yicha so'ramoqchiman. O'ziga yoqqan, o'ziga hayotiga yaxshi ta'sir o'tkazgan ikkitami, uchtami kitob aytsangiz xursand bo'lardik. Chunki baribir men o'zim kitob targ'ibotchilikni yaxshi ko'raman. Nega kitob inson hayotini o'zgartirishi mumkin-da. Qachondir o'qigan bo'lsangiz ham o'ziga yoqqan va yaxshi manfaat olgan kitoblar bo'lsa. Rosa qiyin savol o'zi aslida, oson eshitilgani bilan. Men o'zi kitoblarni faqatgina anaqa muammoyim bo'lgan payt o'shani anaqa yetishga harakat qilib yurgan paytim o'qiyman. Unaqa ko'p kitob o'qimayman, juda ham ko'p kitob o'qimayman. O'sha muammoyimga yechim qidirib yurgan payt o'qiyman. Hozir qaysi kitoblarni aytishdan oldin, masalan, agar kitob o'qishga nimangiz bo'lmayotgan bo'lsa, qiziqish uyg'onmagan bo'lsa, chunki bizani yoshligimizda to'g'ri o'rgatishmagan deb o'ylayman. Kitob o'qi, nimaga odam bo'lasan. Juda ham mavhum anaqa gapda. Men yoshlarga ham aytaman, o'zi umuman nafaqat tengdoshlarimga ham aytaman, umuman kitob o'qishga qiziqmagan bo'lsa, masalan, hozir qanaqadir bir og'rig'ing bor. Farqi yo'q, hayotda, biznesda qanaqadirda. O'sha bo'yicha bir podkast eshitib ko'r, kitob o'qib ko'r, maqola o'qib ko'r, boshqa narsada. O'shandagina ana kitobga bo'lgan muhabbat oshadi. Chunki mana men aytaman, bilim 360 gradus bo'lish kerak, bilim olishda. Faqat kitobdan bo'lib qolmasligi kerak yoki faqat videodan bo'lib qolmasligi kerak. Bizda hozir anaqa bir yo'lama ilm o'rganish bo'lib qoldi. Faqat YouTubedan o'rganish bo'lib qoldi-da. Bu yerda kitob qolib ketib qolyapti. Endi ilm o'rganayotgan paytda podkast ko'rdi-da. Podkastdan chiqib bitta kitob o'qidi, orasidagi katta farqni ko'radi. Informatsiya shunaqa darajada ko'pligini faqat kitobdan topa olishini tushunib yetadi-da. O'shanga men aytaman, agar hozir qanaqadir sizni muammo qiynayotgan bo'lsa, o'zi o'sha bo'yicha bitta kitob o'qib ko'ring, shu bilan kitobga bo'lgan muhabbatingiz oshib qoladi o'zi. Bu birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim, avtobiografiyalarni anaqa nima deydi, o'qishni tavsiya qilaman. Avtobiografiya bu
sodda bir nima deydi 10 yoshli bolaga qanaqa tushuntiraman, tasavvur qil, bir inson, mashhur inson 60 yoshda kitob yozdi. U 60 yillik hayotini bir kitobga jamlab yozdi. Eng yaxshi paytlarini, eng yaxshi maslahatlarini senga o'sha bitta kitobda berdi. Sen 60 yillik hayotni 2 haftada yashab qo'ya olasan. Agar bundan ortiq yana qanaqadir senga gap kerak bo'lsa bilmadim-da, agar kitob o'qishga muhabbatga-da. Endi qanaqa top kitoblarni men o'qiyman. Hayot uchun 12 qonun kitobi men uchun eng yaxshi ko'rgan kitobim Jordan B. Petersonning kitobi. Bu kanadalik avtor. Men qonunlar o'qishni yaxshi ko'rar ekanman, qarang. Harbiy sohadan o'qigan ekanda. Bo'lishi mumkin. Hokimiyat 48 qonun degan kitob ham bor. Robert Greeningning kitobi. Uni juda ham yaxshi ko'raman. Biznesdan bitta kitob aytib ketishim mumkin. Bu Profit First degan kitob. Ya'ni foyda birinchi o'rindami degan, foyda birinchi o'rinda emas anaqa. Foydani birinchi olma degan qanaqadir bir ajoyib kitob bor. Juda praktika yozilgan kitob. Yana bitta kitob aytib ketaman. Bu marketing bo'yicha, endi o'zim marketolog bo'lganim uchun bir varaqli marketing reja kitobi. Ajoyib yozilgan kitob. Ya'ni marketing strategiya, marketing reja degandan 300 barobar narsalar tushuniladi. Lekin anaqa bir varada ham oddiy sodda qilib yozish mumkin degan kitob. Shu kitoblarni endi kimdir qiziqsa o'qib ko'rishi mumkin. Lekin kitob juda shaxsiy nimada. Lekin biz hozir shu fikrimiz bilan aytyapmiz-da bu gapni. Ya'ni shu davrda yashab o'tgan. Yoshlarga lekin qiziqda shu. Ya'ni qanaqa eng kamida motiv bo'lib beradi. Men Shahbozbek aka nimadandir o'rgangan ekan. Qani men ham o'qib ko'ray deydi. Kitob o'qimayotgan avval bitta o'qisa, o'zini og'rig'ini topsa, yana yaxshi ko'rib qoladi kitob o'qishni. Umid qilamiz foydali bo'ladi. Ba'zi aytgan kitoblarim sal yosh talab qiladi. Ha, to'g'ri. Shunaqa. Rahmat kattakon. Maza qildim suhbatlashib. Yaxshi fikrlar oldim. To'g'risi Norvegiyada faqat yashayotganingizni bilmagan ekanman. Avval bir Instagramingizda ham stories qo'yganingiz ishxonangizda. Keyin bu yoqda biznesingiz borligini bilardim. Demak, ikki tarafda ham harakat qilishyapti dedim. Bu yoqda faqat yashayapsiz ekan. Zavq oldim shu gapingizdan. Men yashayapman dedingiz o'rmonning ichida. Boy odam farzandidan sen nima ish qilasan, sen yashab bersam bo'ldi deydi. Bizda endi boy odam anaqa otamiz yo'q. Xudoga shukr. Ayolim xohlagan bo'ladi-ku, shunaqa bitta joy qo'yaylik baribir. Bu yoqqa kelgan paytimizda nima deydi, dam olib farzandlarimiz ham yayrab nima qilishadi. Lekin anaqa qiyin holat. Masalan, farzandingiz bog'chalari bor, maktablari bor, o'ylab qolasiz-da, qatga nima qilaylik endi degan holat ham ozgina qiynaydi. Hozircha o'xshab turibdi. Kelajakda balki rejalar o'zgarar. Xayrli bo'lsin. Suhbat uchun rahmat kattakon sizga. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.